Saç sizni narxingiz $1000 bo'ladi. Xudo bermayapti-ku degan odamlar ham bo'ladi. Hamma ham tadbirkor bo'la olaydimi? Yo'q. Tavakkalchi bo'lish uchun ham ota-ona baribir erkinlik berish kerak, to'g'rimi? Qayerdan bola unaqa narsani o'rganadi? O'qimasdan turib ham biznesmenlik qilsa bo'ladi. Atrofingizdagi odam kim bo'lsa siz ham shu bo'lasiz. Internetga qanaqa savol berishni bilsangiz bo'ldi, hammasini o'zi aytadi. Xitoyliklar aqlli odamlar emas ular. Kompaniyaning yuragi o'sha bo'lib. Hamma harakat qiladi, lekin ko'pchilik boy emas. Qanaqasiga dunyo qarashi o'zgaradi? Ular qayerdan bilim o'rganadi? Ular hech narsa o'rganmaydi. Ota-onasini puliga yashab yuribdi-da, 20-25 yoshga kirgan ho'kizdek bolalar. O'zi mana qarz olib turib qaytarib bermaydiganlarga qanaqa qaraysiz? Katta uchastkada yashab nima bo'ladi? Shoh chiqadimi? Yashasin, shoh chiqadigan bo'lsa. Dunyodagi eng kambag'al odam kim desangiz, $1 million topish uchun nima qilish kerak? uni ota-bobosi yo'q-ku, uni bu yerga bog'laydigan hech narsasi yo'q. Bizda bor, bizni kindik qonimiz to'kilgan bu yerda. Xo'p, Zavqin aka, assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Sizni safardan safarga orada tutib olib turib podkastga olib kelish o'zi qiyin bo'ldi. Xudo xolisa bu suhbatimizda sizni to'liq o'rganamiz. Ya'ni Zavqin Bosarov kim, qayerda tug'ilgan, missiyasi qanaqa, hozir qanaqa tadbirkorlik qilyaptilar, qayerda misol ishlayaptilar, qanaqa bizneslar qilyaptilar, o'sha haqida ma'lumot olamiz va o'sha bir taxminan 2 soat ichida sizni to'liq o'rganamiz desa ham bo'ladi. Xolisa. Ko'rganimizdan xursandmiz. Zavqin aka, boshlaymiz. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersangiz, ya'ni Zavqin Bosarov kim, oldin kim bo'lgan, hozir kim, misol uchun qayerda tug'ilgan, o'sha haqida gapirib bersangiz, mavzuga kirib ketaveramiz. Xo'p, sizlarga ham avvalambor assalomu alaykum. Bugungi podkastni men o'ylayman, Xudo xolasa vaqtimiz yetsa, ichimda aytadigan gaplarim, aytolmay yurgan gaplarim juda ham ko'p. O'ylaymanki, shu har bir menga o'xshagan tadbirkor, biznesmen, har qanday holatda biznes boshlagan, boshlamagan muhim emas. Lekin har bir inson ko'rsa niyat, har bir inson ko'rsa qanaqadir manfaat olishi shart va zarur. Sababi 2 soat bekordan bekor gapirishni o'zi noto'g'ri. Shunaqa. Shuning uchun men o'ylayman, boshdan bosh aytmoqchiman. Xudo xolisa buni men 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'rgan odam aniq qanaqadir o'ziga manfaatli ma'lumot va kerakli narsalar o'rganadi. Foyda oladi. O'ylayman va niyatimiz ham shu. Xo'p. Bosarov Zohiddinman, Navoiy viloyat Nurota shahrida tug'ilganmiz, 90-yil. Hozirda 35-36 yoshdaman, Xudo xolasa. Shu maktab 9-sinfdayoq o'zi sababi tog'alarimiz, dadam tadbirkor bo'lganlar, qiziqish faqat tadbirkor bo'lgan. Endi men yaqinlarda bildim nimaga men ko'proq tadbirkorchilikni yaxshi ko'rganman desam, men erkinlikni yaxshi ko'rganman-da, o'zi aslida tabiatan erkinlikni yaxshi ko'rganman. Meni kimdir nazorat qilsa, men hozir ham meni kimdir nazorat qiladigan bo'lsa, ana jahlim chiqishni boshlaydi-da. Menga yoqmas ekan shu narsada, ya'ni demoqchi bo'ldim, buni men endi bilib yetdim, shu erkinlikni xohlaganman. Har xil insonni Alloh har xil tabiat bilan yaratgan. Men tabiatan erkinlikni xohlaganman. O'sha uchun ham men o'ylayman, tadbirkorchilikni tanlagan bo'lsam kerak deb. Xo'p, shu 15-16 yoshdan boshlab o'sha har qanday yo'l bilan bo'lmasa, shu tadbirkorchilik qilib pul ishlashni yo'lini qilganmiz. Zo'r. O'xshamagan, qiynalganmiz, qarz bo'lganmiz, har xil boshimizdan kunlar o'tgan. U o'tgan kunlarda har biriga men shukr aytaman faqat. Men har bittasidan nimadir o'rganganman. Mana shu joyga kelishimga sabab o'sha kunlar. O'sha kunlarda men o'tmaganimda yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, qiyinchilik bo'lsin, muammo bo'lsin, men hozirgi joyda turmagan bo'lardim. Men bunga 100% aminman. Zo'r. O'sha uchun orqada o'tgan har bir kunga men faqat xursandman, shukr aytaman, yaxshi ham shu kunlar o'tgan. Zo'r. Erkinlik deganingizga hamma ham tadbirkor bo'la oladi. Misol uchun men erkin emasman. Misol men xarakterga bog'liq-da bu narsa ham. Hamma ham tadbirkor bo'la oladimi? Shu savol kelib qoldi, o'shani aytsam. Hamma ham tadbirkor bo'la oladimi? Yo'q. Hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Nimaga deganda, yana aytaman, Alloh hammani har xil yaratganda. Tadbirkorchilikda nima maqsad bilish kerak-da inson. Nima uni o'z maqsadi? Agar faqat pul topib yaxshi yashash bo'ladigan bo'lsa, tadbirkor bo'lish shart emas. Har qanday sohada ham yaxshi pul topib yaxshi yashasa bo'ladi. Har qanday doktor bo'lsin, quruvchi bo'lsin, usta bo'lsin, o'sha o'zini sohasini zo'ri bo'lsin, men aniq javob bera olaman, zo'r yashay oladi. Hozir qarang, oddiy bir shunaqa ustalar bor, ochlikda turib ishlaydi, hammadan 10 barobar qimmatga ishlaydi. Shular nimasi biznesmendan nimasi kam, tadbirkor yashashdan nimasi kam? Tadbirkor hamma ham bo'la olmaydi, o'ylayman. Sababi tadbirkorchilikda boshqa bir qanaqadir kriteriyalar ham bor-da. Odamda tavakkal qila olish xislati bo'lishi kerak.
Tavakkalchi bo'lish Bu kerak. asosiy narsalardan bittasida. Tavakkalchilik qila olish, afsuski hamma ham qilolmaydi bu ishni. Mana o'zimda nechta xodimlarimiz bor, yosh ukalarimiz bor, yonimizda yuradigan bolalar bor. Men bu narsani o'sha yillar davomida ko'rib kelyapman. Tadbirkorda tavakkalchilik qila olish xislati bu обязательно bo'lishi kerak. Tushuntirib olyapman. Mana shu xislat bo'lmasa, kimdir bor tabiatan u odam tavakkal qila olmaydi, rizq qila olmaydi-da. Bu degani bu odam bo'ldi endi baxtsiz yashaydi, qiyin yashaydi degani emas. Yo'q. O'zini qaysidir bir to'g'ri yo'nalishini topib, o'sha yo'nalishda zo'r bo'lish kerak. Bo'ldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir oddiy uyda remont qiladigan usta bo'lsin, zo'ri bo'lsin, yaxshi yashaydi, zo'r yashaydi. Manaman degan tadbirkordan ham kerak bo'lsa yaxshi yashaydi. Tadbirkorchilik deganini buni yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Tadbirkorchilik katta mas'uliyat. Kichkina tadbirkorchilik kichkina mas'uliyat. Ya'ni tadbirkorchilik to'liq mas'uliyatdan iborat. Kimdir tavakkalchilik qila olmaydi, ikkinchidan mas'uliyat olishni xohlamaydi yoki mas'uliyat ola olmaydi. Tadbirkorda shu narsalar kerak. Biznesmenda shu narsalar kerak biznesmen. Shunda birinchisi tavakkalchi bo'lish kerak, ikkinchi mas'uliyat olishni bilish kerak. Bilmam, Zo'r. Xo'p, tavakkal degan joyda omad ham bor-da. Omad qanaqa? Omad o'zi keladigan narsami yoki unga harakat qilish kerakmi? Endi omad qarang-da, omad bir martada kelmasligi mumkin, 2 martada, 5 martada kelmasligi mumkin. 100 martada keladi. 100 martada kelmasa 1000 martada keladi. O'sha harakat qilaverish kerak, baribir omad keladi. Agar ras shunaqa ustойчивый odam bo'ladigan bo'lsa, omad keladi. Bittadan omad kelmaydi. Harakat qilish kerak. O'sha omad kelsa sabablarni qilish kerak. Allohdan ham so'rash kerak. Duo olish kerak, yaxshilik qilish kerak. Buni hammasi bir vaqt o'zida qilish kerak. O'shanda albatta omad ham keladi, xudo xolisa hammasi yaxshi ham bo'ladi. Zo'r. Xo'p, ota-onangizdan qaysi xarakter sizga o'tgan deb o'ylaysiz? Ota-onangiz adangizlar tadbirkor bo'lganlar, to'g'rimi? Ulardan sizga qanaqadir xarakter o'tganmi? Misol uchun, bu gendan o'tishi mumkin tadbirkor bo'lish. O'zi insonni yarimidan 50% ko'p qismi genga bog'liq, baribir. Bu qolgan qismini biz hamma joydan, bog'chadan, maktabdan, hayotdan, atrof muhitdan, odamlardan, o'qituvchidan va hokazo joylardan yig'amiz, lekin buni baribir 50% hech bo'lmaganda genga bog'liq. Men o'ylayman, tavakkalchilik qilish ko'proq dadamdan yutgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tavakkalchilik qilish dadamdan yutgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu otangiz sizga aytgan eng qattiq gap qanaqa bo'lgan? Qaysi bo'lgan? Misol, baribir tadbirkor bo'lganingizdan keyin qattiq xato qilasiz, qattiq yiqilasiz, uchgan payt bo'lganmi misol uchun? Qilmadigan, qarshilik bildirgan joylar bo'lganmi? Dadam men bitta o'g'il bo'lganman. Men eslolmayman bir bunaqa qattiq gapirganlarini yoki meni urganlarini, unaqa narsa bo'lmagan. Dadam har doim ko'nglimga qaraganlar. Endi men o'ylayman, yaxshi narsa nimaiki qilsam, dadam qo'llab-quvvatlagan. To есть qarshilik qilmagan. Qilyapsan, bosib bo'ldi. Qarshilik qilmagan. Shu ham bir hozirgi kunda katta narsa deb o'ylayman. Sababi yosh bolalarimizga, yoshlarimizga ota-onasi qarshilik qiladi. Ota-onasi qarshilik qilgandan keyin u bola nima deydi, baribir ota-onasining ko'ngliga, ra'yiga qaraydi-da, o'sha ishni qilmaydi. O'sha ishni qilmagani uchun ham o'sha bolani hayotda qanaqadir baxtsiz bo'lishiga sabab ham bo'lib qoladi demakda-da. Buni chuqur o'ylab qarasak shunaqa ham bo'lib qoladi. Ota-ona keyin o'zini koyiydi, pushaymon bo'ladi. Lekin shunaqa joylar ham bor. Yoshlarimiz kimdir misol uchun ota-onasini quloq soladi yoki ota-onam xafa bo'lmasin deb ularni ko'ngliga, ra'yiga qaraydi. O'shani orqasidan shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Tavakkalchi bo'lish uchun ota-ona baribir erkinlik berish kerak, to'g'rimi? Bilmam, to'ppa-to'g'ri. Misol uchun bola tarbiya qilayotganda nimaga e'tibor berasiz? Misol uchun siz ham o'g'lingiz bor-da? Ha, o'g'lim, qizim. Qizim. Tarbiya berayotganda nimaga e'tibor berasiz? Misol uchun sizdaqa bo'lishni xohlaymisiz? Men o'ylayman, o'g'lim endi agar xohishimizni aytsak, mendan yaxshi bo'lishi kerak. Sababi u menday odamni o'g'li, men menday bo'lishiga qoniqmayman, u mendan yaxshi bo'lishi kerak. Sababi men unga qo'limdan kelgancha yordam beraman, qo'limdan kelgancha qanday yordam beraman degan tarbiya beraman, ilm o'rgataman. Qolganini Alloh o'ziga bersin. Unga men bir narsalar qilishni planlashtirmayapman. Qiladigan asosiy ishi tarbiya beraman, ilm beraman, yo'l yo'rig'ini ko'rsataman. Mendan nimadir kelib so'rasa, bilganimcha javob beraman. Qolganini o'zi qilsin. Qolganini Allohdan so'rayman, Alloh o'ziga bersin. Shu o'g'il bola uchun qiladigan ishim. Endi men uni nima qilasiz degan savolingizga keladigan bo'lsak, men unga unaqa katta chegara qo'yib tashlamayman. Qilib ko'rsin.
qilib ko'rsin. Mana bu stakanni yerga tashlab ko'rsin. Yerga tashlab ko'rsin, nima bo'lishini ham bilsin. O'zi tushunib yetsin shu narsani. Endi maksimum harakat qilaman unga chegara qo'ymaslikka. Hozirgi endi hali yosh, kichkina, o'sha uchun unga chegara qo'ymaslikka harakat qilaman. Ko'p holatda katta tadbirkorlarning bolalari komfort zonada bo'ladi. Sababi yaxshi sharoit, yaxshi misol kiyinishiga, ovqatlanishiga misol zo'r sharoit qilib qo'yadi-da, o'shandan keyin o'g'il bola qanaqadir qat'iyatsiz bo'lib qoladi. Shu narsaga qanaqa qarayapsiz, sizga qarash misol qanaqa yo'l tutasiz? Komfort zonaga o'g'illari tushmasligi uchun misol uchun. Endi komfort zonaga tushmasligi uchun avvalambor mana bunaqa narsada Azamat, uni baribir bola ko'proq aytganingizni emas, qilganingizni qiladi-da. Men o'ylayman, bizni bolalar vряд ли unaqa bo'ladi. Sababi ko'radi, otasi kecha-yu kunduz qanaqadir ishlar bilan u yoqqa bu yoqqa borgan, u davlatga uchib ketgan, bu davlatga uchib ketgan. Men o'ylayman, juda ham kichkina ehtimol bunaqa bo'lib qolish holati. Agar bunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zini tashlab qo'yaman o'z holiga. O'zini kunni o'zi ko'rsin. Mustaqillik qanaqadir uni nimadir bilan bola band bo'lish kerak-da. Bola har doim o'sha mana 5-6 yoshligidan u doim nimadir bilan band bo'lish kerak. Bola, не только bola, katta odamlar ham hamma yomon ishlar bekorchilikdan kelib chiqadi-da. Uni bekor qo'yish kerak emas, bo'sh qo'yish kerak emas. Sport bo'lsin, qanaqadir qo'shimcha o'qish bo'lsin, til o'rganish bo'lsin va hokazo, nima bo'lishidan qat'iy nazar uni band qilish kerak. Undan tashqari ertaga misol uchun aqlini olgandan keyin qanaqadir odamlarga yoki qanaqadir tadbirkorga yoki qanaqadir joyga shogird qilib qo'yish kerak. Men o'zimni fikrim shunaqa. Men o'zimni bolam kerak shunaqa. Demak, ota-ona ko'p gapirgandan ko'ra, misol uchun qilgan narsasini ko'rsatish. Ko'proq shunaqa, baribir shuni oladi bola. Bola shuni oladi-da, tushunyapsizmi? U ko'rgan ko'proq sizni aytganingizni emas, siz qilganingizni qiladi-da. Shunaqa bo'ladi. Aslida ham shunaqa. Maqol bor-ku, aytganini qil, qilganini qilma deydi. Shu narsa noto'g'ri. To'g'ri, endi o'sha uchun biz o'zimiz yaxshi bo'lishimiz kerak, o'zimiz to'g'ri yo'l nimaligini ularga ko'rsatishimiz kerak. Biz kitob o'qiydigan bo'lsak, bolalarimiz ertaga kitob o'qishni boshlaydi. Biz telefonda o'tiradigan, sizga bir oddiy narsada hozirgi bolalar nimaga hammasi telefonga qaraydi? Hozirgi deydi bolalar hammasi telefonga qaraydi. Yo'q, bolalarni chetga oldin qo'yib qo'yish kerak. Balki u kattalarda o'rganayotgandir-ku degan fikrda bo'lish kerak odam. Qayerdan bola unaqa narsani o'rganadi? Birinchi o'sha bola ular hammasi telefonchi degan narsaga bu qayerdan bu narsani o'rgandi degan savolni odam oldiga qo'yish kerak. Men agar bolam misol uchun uyda bo'ladi, menda ham shunaqa holat. Qizimning qo'lida telefonni ko'rib qolsam, onasiga gapiraman. Значит, u kimdandir ko'ryapti, u bola-yu, u qayerdan biladi unaqa narsani? U значит kimdandir ko'ryapti o'sha narsani. Ertaga siz kitobda o'qisangiz, u ham ko'rasiz, bir hafta, 10 kun, 20 kundan keyin u ham o'sha kitobga qiziqishni boshlaydi. Shu uchun biz o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Bolalar hozirgi bolalar telefonchi yo'q, unaqa emas. Biz o'zimiz telefonchi aslida. To'g'risi ham shunaqa. Ta'lim sohasiga o'tadigan bo'lsak, mana biznesmen bo'lish uchun misol qayerda o'qish kerakmi? Misol uchun u tajriba olingan ko'nikmami yoki qayerda o'qib, qayerda o'rganib qilgan yaxshiroqmi? Qarang, endi buni farqi nimada desangiz, o'qimasdan turib ham biznesmenlik qilsa bo'ladi. Qaysidir darajada unaqa katta biznes qilib bo'lmaydi. Katta biznes qilish uchun albatta sizga ilm kerak, sizga tajriba kerak, qanaqadir joydan yangi ma'lumotlar, yangi bilimlar olishi shart va zarur. Agar siz yo'q, prosta oddiy kichkina bir tadbirkor oldi sotdi qilib yuradigan bo'lsangiz, sizga unaqa muhim emas bu narsa. Hozirgi zamonda o'sha kerak bo'lyapti. Nimaga desangiz, konkurensiya jadal rivojlanyapti. Xitoy kirib kelyapti, Yevropadan kirib kelyapti, boshqa har xil davlatlardan. Sababi O'zbekiston hozirgi kunda biznes bo'yicha perspektivasi juda yuqori. O'sha uchun bunaqa katta konkurentlar kirgandan keyin ularni oldida ilmsiz tadbirkorlar bilan konkurensiya qila olmaydi. Ilmsiz tadbirkor prosta xoch o'yindan chiqib ketib qoladi. Ilmsiz bilan ilmli bari gaplashib turolmaydi bu joyda. Yo'q, uni iloji yo'q. Sababi ular biladi qanaqa qilishdi. Ular bilgandan keyin hamma klient unga ketib qoladi. Hamma klient unga ketib qolgandan keyin biz o'tiramiz. Ob-havo yaxshi emas, unaqa yaxshi emas, bunaqa yaxshi emas. Aslida u bizni aqlimiz yetmayotgan bo'ladi ular bilan konkurensiya qila olmaslikka. Shu uchun aytyapman, agar birinchi nimadandir boshlash kerak. То есть ikkinchi tomoni bir shunaqa narsaki, faqat o'qib tadbirkor bo'la olmaydi odam. Uni bir vaqtda o'zida qilish kerak. Misol uchun qaysidir joygacha qilib bordingiz,
o'sha joyga tushunmaslikni boshlayapsizmi? Именно o'sha sohasini o'qish kerak, o'sha soha bo'yicha kimdandir maslahat olish kerak yoki o'sha sohada o'qib, o'sha joyni yana rivojlantirib, dalish ketaverish kerak. Ya'ni tadbirkorchilik bir vaqtni o'zida ham amalda qilib, ham o'qisa eng zo'r varianti shu hozirgi kunda. Uni faqat kitobda o'qib ham uyda o'tirib tadbirkor bo'lolmaydi. Tadbirkor odam har doim harakat qilishi kerak. Har qanaqadir yangi tanishlar, yangi mahsulotlar, yangi ma'lumotlar va hokazo shunga o'xshagan narsaga ega bo'lishi kerak tadbirkor. Hozir shunaqa payt, hozir shunaqa davr, hozir internetga qanaqa savol berishni bilsangiz bo'ldi, hammasini o'zi aytadi. Hamma gap o'sha miyada qanaqa savol borligida. Qanaqa savolingiz bo'lishidan qat'iy nazar internet javob beradi. Kim menga ayta oladi, menda shunaqa savolim bor, internet javob bera olmaydi deb. Yo'q unaqa savol. Endi men ana kimdir aqllilik qilib diniy boshqa narsa yo'q, u narsa haqida aytmayapman. Umumiy men dunyoviy narsalar haqida aytyapman. Internet har bittasiga javob beradi. To'g'ri javob beradi. Siz xohlagandek javobni uning ichidan topa olasiz. Sizga mos keladigan. Bitta savolingizga 100 xil javob beradi. 100 xil rakursdan javob beradi. Shunaqa. Mana misol Xitoyliklar kiryapti hozir. Ular ham kirayotgan sababi potensial ko'ryapti. Ya'ni ular bilan mana O'zbekiston tadbirkorlar konkurensiya qilish uchun, bozor ushlab turish uchun nima qilish kerak? Nima deysiz? Prosta rivojlanish kerak bo'ldi. Xitoyliklar aslida bunaqa narsa. Xitoyliklar aqlli odamlar emas ular. Mana men yaqinda 1 oy oldin Xitoyga borib keldimda, ular unaqa aqlli, ular rivojlangan odamlar emas. Ular nima desangiz, ular harakat qiladi. Ular to'xtamasdan harakat qiladi. A o'xshamadim B'da qiladi, B o'xshamadim D'da qiladi. To есть bo'lmayapti deb o'tirmaydi, harakat qiladi. O'xshamadi degan variant yo'q. O'xshamayapti degan variant yo'q ularda. O'sha ana u xitoyliklarning asosiy o'sha nimasi ruschasi kelgan buni, как бы net ничего невозможного deganda, hech narsani imkoni yo'q narsani o'zi yo'q degan prinsipi borda ularni. Nima hamma narsani iloji bor degan. Ularda agar eshitgan bo'lsanglar, Xitoyda iloji yo'q degan so'zni o'zi yo'q. Именно shunaqa tushuncha ham, shunaqa so'z ham yo'q. Mana bu hamma millatda bo'lishi mumkin, lekin Xitoyda yo'q ekan shu millat. O'sha uchun ular hamma narsani qiladi. Mana hozir qarang, hamma sohada ishlab ko'rgan. hamma sohada, hamma narsani yaratyapti, hamma sohada ilg'or oldinga o'tib ketdi. Nimani hisobiga desa, o'sha iloji yo'q degan tushunchasi yo'q ular. Hamma narsani iloji bor. O'sha uchun mana hozir endi qanchalik bu achchiq bo'lmasa, haqiqat hamma joyda oldinlab ketdi. Mashina bo'yicha ham yutib ketdi. Mana hozirgi paytda endi o'sha hamma zo'r deb yuradigan nemislarimiz ham chetda qolib tomosha qilib o'tiribdi. Iloji yo'q. Sababi ular ob'yom tomonidan ham mana hozir misol uchun Xitoyda $100,000 turadigan, deylik misol uchun $500,000 nemis mashinasi tursa, $100,000 Xitoy mashinasi turadi. Lekin shu $100,000 Xitoyning mashinasida qanaqadir bor komfortlar 500 da yo'q. Hozir kimdir aytishi mumkin, tam sifat unaqa bo'ldi, Xitoyni maqtayapsan. Yo'q, unaqa emas. Bu prosta fakt. Ana qanaqadir bir gapga asoslanib ishlamaylikda, faktga asoslanib ishlaylik. To'g'risini aytyapman. O'sha ana gap o'sha oldindan shunaqa bo'lgan, to'g'ri. Shunaqa bo'lganda, lekin hozir faktga qaraylik, chiqib faktga qaraylik. O'zimiz ham bilib ko'rdik shuni. O'zimiz ham shunaqaligiga amin bo'ldik. O'sha uchun bu yerda Xitoyni maqtash yoki yo'q, biz o'zimiz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Endi Xitoyliklardan biz ham o'rganishimiz kerak. Biz ham mashina chiqarsak, kim bizga qarshilik qiladi? Chiqarsa endi to'g'ri, hamma bitta odam hamma ishni qila olmaydi, lekin bizda ham shunaqa niyatlar, orzular bo'lishi kerak. Zo'r. Mana tadbirkorlikka o'tamiz savollarni. O'zingiz tadbirkor sifatida qanaqa bizneslar qilib ko'rgansiz shu kungacha? Hozirgi paytda amaldagi bizneslar qanaqa? Qanaqa bizneslar bor? Qanaqa, misol, qaysi sohalarda qilgansiz? O'shalarni bitta aytib bersangiz, odamlar qiziq bo'ladi. Qilgan bizneslarimizni soni azamat, narsam deylik, 50 dan aniq ko'p, balki 100 ga ham borib qoladi. Sababi endi biz unaqacha men boshlagan paytim 2005-2006-yillar unaqa hozirgi zamondaqa zamon emas edi. Zamon sal boshqacha edi. Har narsa qilib ko'rganmiz. Metallolom o'sha boshida aytganimdek, metallolom qilganmiz, yem sotganmiz, un sotganmiz, yog' sotganmiz, shulxashro sotganmiz, sement sotganmiz va hokazo shu bilan ketavergan. Qaysidir katta qismi o'xshamagan. Katta qismi o'xshamagan, minusga kirganmiz, qarzga kirganmiz, problemaga kirganmiz. Shu baribir qanaqadir bir olov bo'lganda ichimizda shu harakatdan to'xtamaganmiz, ketaverganmiz. Bunisi o'xshamasa, bunisi o'xshamasa, bunisini qilib ketaverganmiz. Shu uchun men o'ylayman 50 dan oshiqligi aniq, balki 100 ga yaqindir. Hozirgi kunda keladigan bo'lsak, shu ko'cha kunduzda
manda shunaqa bir narsa paydo bo'lib qolgan, qaysidir biznes manga ko'nglimdagidek bo'lmasa, o'sha biznesni yo sotib yuboraman, yo yopib yuboraman yoki boshqa. Hozirgi kunda realniy bor bizneslardan o'sha sport yo'nalish bo'yicha germanskiy brendimiz bor, sport do'konlarimiz bor, Jako, Team Sport degan. Xo'p, oziq-ovqat общепит yo'nalishida Stolovoya Mechta degan ovqatlanadigan shoxobchalarimiz bor. Bundan tashqari Samo degan biznesmenlarni o'qitadigan как бы sentrimiz bor. U yerda O'zbekiston bo'ylab hozir adashmasam 8-9 ta filialimiz bor. Qoraqalpog'iston, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Tashovbol va hokazo. Bu imonni u yerda odamlar обучение, ta'lim sohasida Samo degan. Xo'p, mana hozir birgalikda ustida ishlayotgan loyihamiz bu Ezibu Group. Ya'ni 4 ta hozirgi kunda 4 xil yo'nalishimiz bor. To'rtinchisi o'sha Ezibu Group qurilish kompaniya. Qurilish kompaniya. Hozirgi paytda kasb tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Odam o'zini nimaga qarab kasb tanlash kerak? Potensial misol rivojlanib ketish uchun, yaxshi bo'lish uchun, o'sha sohada zo'r bo'lish uchun nimaga qarab kasb tanlash kerak? Endi kasb tanlash deganda bunaqa narsa bor-da, azamat. Kasb tanlash avvalambor odamning o'zini yuragi, o'sha qalbiga yoqishi kerak shu narsa. Shu narsa meniki degan hissiyot bilan bo'lishi kerak-da. Ana u bir mashhur bir odam gapi bor. San deydi, agar bilsanglar Del Carnegimi kimdir aytadi-da, men deydi hech qachon charchamayman deydi. Sababi men deydi faqat yaxshi ko'radigan ishini qilgan inson u charchamaydi, u naborot dam oladi. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, inson yaxshi ko'radigan ishini topsa bu zo'r, bu ham bir baxtda. Ishdek ko'rmaydi o'zi. Qancha 24 soat ishlasam ishlayapman deb his qilmaydi, hech qachon charchamaydi. Har doim o'sha ishni mazza qilib qiladi. Agar shunaqa ish topib olsa, bu вообще zo'r. Bu ham bir baxt. Unda qaysidir bir faktor bo'yicha belgilab bo'lmaydi. Sababi hamma odamda har xil unikalni bo'ladi-da. Kimdir yoshligidan orzusi bo'ladi mana shu sohani qilishda. Katta ehtimol bilan u o'sha soha unikiligini his qiladi va o'sha soha unga yoqadi. Bu qisman bor, o'sha sohani qilib ko'rgandan keyin bu meniki emas, menda o'zimda shunaqa bo'lgan. To есть qaysi sohani zo'r deb boshlab ichiga kirib ketganman-da, lekin 1 yildan keyin bu meniki emas degan xulosaga kelganman. Shunaqasi bo'lgan menda. O'sha uchun avvalambor men o'ylayman, agar qalbiga yoqadigan bir ish topib olsa bu zo'r. Undan keyin hozirgi perspektivali ishlarga qarash kerak. Oldin misol uchun mana bunaqa narsa bo'lganda, bizda ozgina odamlarimizni, men endi hammani emas, qaysidir qismi aytyapman, ayniqsa bu rayon, viloyatdagi odamlarda shunaqa qaysidir qatlamda shunaqa fikr bor. To есть oldin populyarni bo'lgan milsalikka o'qitish, doktorlikka o'qitish, pedagogiya bo'yicha o'sha o'qituvchilikka o'qitish yoki ham qanaqadir zavod ishlarida o'qitishdi. Hali ham shu narsalarda qolib ketgan odamlar bordi, hali ham bolalarni majburlashyapti. Vaholanki bu yo'nalishlar hozir umuman perspektivniy emas. Hozir boshqa yo'nalishlar chiqib ketdi. Hozir yangi yo'nalishlar chiqib ketdi. Hozir bu yo'nalishlardan bir necha barobar, to'g'ri, meditsina bu har doim zo'r bo'lgan. Bu yana ham rivojlanadi, yaxshilanadi. Lekin qaysidirlarini aytyapman-da, buni ichida zo'r emas bu yo'nalishlar. Sababi yangi yo'nalishlar chiqib ketdi. Misol uchun 2005-2006 yil yoki 2007-yil marketing degan komanda, men o'ylayman 95% kompaniyalarda O'zbekistonda bo'lmaganda, unaqa tushuncha bo'lmaganda. Mana hozir kompaniyaning yuragi o'sha bo'lim. Hozir любой bitta korxonangizning yuragi shu bo'lim. To есть marketing bo'limi yoki sotuv bo'limi degan, o'sha paytlar sotuv bo'limi degan narsa bo'lmagan, sababi hamma narsa o'zidan sotilib ketganda. Sen ishlab chiqarib uspet qilsang bo'ldi. Hozir unaqa emas. Hozir har bitta korxonada eng asosiy nimalari marketing, sotuv bo'limi. Shu narsa bo'lmasa korxonaga pul oqimi kirmaydi, biznes yurmaydi. O'sha uchun demoqchi bo'lgan yangi yo'nalishlar chiqib, o'sha yangi yo'nalishlarga qarash kerak. Hozir O'zbekistonda har bitta tadbirkordan so'rang, shularning ichidan men ham sizga ayta olaman, kadroviy problema bu juda ham og'ir narsa. Bizda mutaxassislar haqiqatan yetishmaydi. Men asosiylarni aytaman, endi uni soni ko'p. Misol uchun men endi o'zimni biznesda hozirgi kunda 1000 xil turi bor-da. Men o'zim biladigan sohalarim, основnoylarni top 5 deding, misol. Birinchisi bu finansiy.
Finansiy. Bu juda muhim. Bizda finansistlar, zo'r finansistlar yo'q, zo'r buxgalterlar yo'q. Shu oldingi eskicha stilda qolib ketganlar bor. Ular hozir kerak emas hech qayerga. Hozir boshqacha zamonda, boshqacha programma, hozir texnologiya davri. Ikkinchisi marketing bo'yicha. Marketingning ichida 20 xil yo'nalish bor adashmasam. Hozir content maker deydi, videograf, montajyor, targetolog, tam yana bir narsa ssenariysi, hokazo marketing bo'lib. Har bittasi bu marketingning ichida ham bir qancha yo'nalish bor-da. Xo'p, undan keyin sotuv bo'yicha. Sotuv bo'yicha mana hozir adashmasam bor bizni o'zimizda ham sotuv bo'yicha Hasan aka, Mamasaidovlar ochgan maktab. Sotuvni o'rganish kerak yoshlar. Hozir zo'r sotuvchi hamma joyga kerak. Любой korxonaga kerak. Любой o'sha zo'r sotuvchi bo'lib kelsa o'zimizga ham kerak. Nechta bo'lsa olamiz. 10 ta, 20 ta, 50 ta farq. Zo'r sotuvchi bo'lsa kelsa olamiz. Bizda ham bor joy. Men o'ylayman O'zbekistonda 100% kompaniyada bor bu odamlarga joy. Men aytayotgan kadrlarimga hammasiga joy bor. Undan tashqari men hozir IT sohasi. IT sohasi ham zo'r rivojlanyapti. Bizga kerak shu narsa, sababi bizda endi avtomatlashyapti, tizimlashyapti ko'p sohalarda. Xo'p, undan tashqari nimalar ishlab chiqarish mutaxassislari kerak. Texnolog, misol uchun texnolog bo'ladi, injener bo'ladi va o'sha imенно ishlab chiqarish zavodlarining ichidagi mutaxassislar bo'ladi. O'shanaqa odamlar, mana shu 5 ta yo'nalish bu hozirgi kunda eng zo'r yo'nalishlar va kelajakda bular kundan kunga bunga talab oshaveradi, kamaymaydi. Hozir mana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha qanday o'qishsin? O'qishsin, zo'ri bo'lsin. Men aniq ayta olaman, 100 million ham oylik oladiganlari bor, 50 million ham 60 million ham oladiganlari bor. Eng kam 10 million, 15 million oladi. Mana shu aytayotgan yo'nalishlarda. Zo'r. Unaqa katta lavozim bo'lish shart emas. Zo'r. Mana misol uchun ota-onalar bor, farzandiga sani yurist qilaman, ana akangning ukasi qaysidir kimdir yurist bo'ldi, sani yurist qilamiz, sani meditsina bo'yicha mutaxassis qilamiz, sani doktor qilamiz, sani deb tanlov qilib qo'yadi-da, o'sha bola misol o'sha направление bo'yicha o'qish majbur bo'lib qoladi. Bu holatda o'zi to'g'ri deb o'ylaysizmi, misol uchun bu holat? Endi qarangda, hozir bizda eshitadigan odamlar qanaqadir qisman mani gapimni noto'g'ri tushunishlari mumkin. O'sha uchun men qanaqa tushuntirgan bo'lardim bu savolingizga javobni. Bolani o'zi bilan ham все-таки gaplashib ko'rish kerak-da. Uni xohishi bormi shu narsaga? O'zi yoqtiryaptimi shu narsani? O'zi xohlayaptimi shu narsani? Uni zaложникка o'xshab san shu ishni qilasan degan men uchun noto'g'ri bo'ladi. U baxtli bo'lmaydi-da. Tanlagan sohasi. Inson baxtli yashash kerak-ku bu dunyoda, to'g'risida. U qolgani keyingi darajali narsa. Men o'ylayman, ota-ona qat'iy bolasi bilan maslahatlashish kerak-da. Endi undan ham zo'ri fikr o'zgartirish kerak. Dunyo qarashni o'zgartirish kerak. O'shanda o'sha ota-onalar ham o'sha dunyoga sal boshqacha qaraydigan bo'lib qoladi. Xudo xolisa. Universitetga kirish karyera uchun hozirgi kunda muhimmi? Karyera uchun. Karyera uchun endi hozir muhim emas desak, yoshlar o'qish kerak emas degan tushunchaga borib qoladi. Men o'ylayman, eng zo'ri ikkovini bir vaqtda qilish kerak. Ham amaliy, ham o'qish kerak. O'qiganda ham bir foydali narsani o'qish kerak-da. Nimaga bunaqa deyapsiz desangiz, menda yosh kadrlar ko'p ishlaydi-da. Bularning ichida endi ismini aytmay, o'zimni shu yaqinimda, atrofimda yuradigan bolalarda kontrakt to'laydi, 10 million, 12 million so'm. Ishonasizmi? Nima o'qishda, qaysi yo'nalishda o'qiyotganini bilmaydi o'zi. Shu deydi, ota-onam diplom kerak deb aytdi, shunga deydi, topshirib qo'ydim deydi. Sen o diplom nima qilasan? Men kelma senga desam, men senga diplom beraman. Agar sen faqat shu diplom kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha Samo degan ta'lim sohamizda diplom berish imkoniyati bor-da. Endi hazillashib men unga aytayapman, kelma senga 4 yilda kontrakt to'lash kerak, yana qanchadir xarajat, eng nimasi achinarlisi bu 4 yil umr o'tkazadi. Eng qizig'i o'qishga bormaydi. Hozir yana onlayn yana bir narsalar bo'lib ketdi-ku, ichki, sirtqi, tashqi bir narsalar deganlarida. O'sha uchun men o'ylayman, yaxshi o'qishni o'qish kerak. O'qish kerak, usiz bo'lmaydi. Lekin yaxshi, kerakli, manfaatli o'qishni o'qish kerak. Unga qo'shimcha o'sha o'qigan sohasida ishlasa bu odam supermen bo'lib ketadi. O'sha misol uchun deylik, siz marketing sohasida ham o'qisangiz, ham ishlasangiz, siz eng zo'r odam bo'lasiz. To есть o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha eng kuchlisi bo'lasiz. Men shunaqa qilsam o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Bu yerda siz marketingda o'qib turib, bu yerda stroykada ishlab yursiz, qanaqadir nimaga to'g'ri kelmay qoladi. Bizda aksariyat shunaqa bo'lyapti. Yoki misol uchun marketingda ishlab turib,
marketing boshida ishlab turib, keyin shunga mos o'qish tanlasa ham bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun, chunki ishlayotgan tarafingizda o'ziga o'sha yo'nalish yoqsa, borsin, o'qisin, o'zini kuchaytirsin, o'zini ilmini, bilimini kuchaytirsin. chunki ko'pchilik mana stomatologiyada o'qiyotganlar bor tanishlarimizdan. Deyarli hammasi emas-u, lekin ko'p qismi mobil qaysidir qismida targetolog misol Man sizga nimani aytyapman? Qarama-qarshida bu narsa. lekin bu kasblarda konkurensiya balandligi bo'lgani uchun ish topish o'zi qiyin-da. Ya'ni ish topsangiz ham sizni o'rningizni bosadiganlar ko'p. O'zingiz o'rningizni bosadiganlar ko'p bo'lganligi uchun qiymatingiz past bo'ladi, daromadingiz past bo'ladi. Lekin bu yoqda biz zamonaviy sohalar, marketing, targeting dedi, marketing, SMM bo'lishi mumkin. O'sha sohalarda konkurensiya kam bo'lganligi uchun qiymat balandroq. Kadr kerak bo'lgani uchunda bu yoq o'tib ketyapti-da ko'pchilik, misol uchun stomatologlar ham, bo'lajak doktorlar o'tib ketyapti bu yoqqa. O'shaning uchun menimcha birinchi kasb tanlab turib, sinab ko'rib o'zini qaysidir kasbida o'qish tanlash kerak. Bu ham как variant bo'ladi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, o'sha o'ziga kerakli sohada o'rgansin, o'sha sohada ishlasin. Siz aytgandek stomatolog bo'lib videograflik qilib yurmasin. U qarama-qarshi, xuddi shunday, u bo'lmaydi. Xo'p, nima uchun hamma boy bo'lmaydi o'ylaysiz? Nima uchun hamma harakat qiladi, lekin ko'pchilik boy emas. Bu endi avvalam nima deydi, hamma narsa Alloh bilguvchi. Biz oddiy bir kichkina sabablarni bilishimiz mumkin-da. Sabablarga o'tadigan bo'lsak, birinchi bu fikrga bog'liq-da. Insonning fikriga bog'liq. Mana bunaqa narsada men sizga hozir 10 ming yevro muhim emas, 100 ming, 1 million dollar pul berib sizni boy qilib qo'ya olmayman. Bu aniq narsa. Qani hozir bir yaxshi mavzuga kelib qoldik. Misol keltirib aytadigan bo'lsam, biz o'sha tug'ilgan joyimizda Navoiy viloyati Nurota shahrida oxirgi mana shu 2 yildan beri juda bir ko'p ana tadqiqotlar o'tkazayapman-da o'zim uchun. Deylik, Koreyaga, Rossiyaga, Amerikaga va qaysidir yana o'sha chet davlatlarda ishlab pul topib kelayotgan bolalar bor-da. Kimdir endi men bilmayman, hammasini o'ziniki bo'lsa, haloli bo'lsin, men uni bilmayman. Kimdir 50 ming dollar, kimdir 100 ming dollar, kimdir 200 ming, kimdir 300 ming dollar pul ishlab kelyapti-da. Nima deb o'ylaysizlar, boy bo'lib qolyaptimi? Pul ishlab kelyapti, lekin pul ketyapti hamisha. Endi qarab turasiz, keldi zo'r, qayerdandir bitta kvartira oldi, bitta mashina oldi, uyini chiroyli qilib bezatdi, to'y o'tkazdi, keyin уже menimcha aksar holda pul tugab qoladi yoki qaysidir yana qoladi. Qaysi o'sha qisqasi 1,5 yil, o'rtacha 1 yil, 1,5 yil o'tgandan keyin boyagi odamlar o'sha sekin eski holiga qaytishni boshlayapti. 2 yil bo'lgandan keyin уже o'ylashni boshlayapti. Nima qilishim kerak, endi nima qilaman degan savolga o'tyapti. 3 yildan keyin agar shu odam bilan ko'rishib qolsangiz, nima plan bo'lyapti, qanaqa o'zi hayot desangiz, Koreyaga ketmoqchiman deydi yoki o'sha qayerga borib ishlab kelgan bo'lsa, o'sha joyga ketmoqchiman deb yuradi aksari. Men o'ylayman, bemalol ayta olaman 90%. 10% to'g'ri, qanaqadir yo'lni topib ketgan bo'lishi mumkin. Aslida ular o'zi ketishdan oldin ham shunaqa odam bo'lgan. U yoqda ketishdan oldin ham shunaqa odam bo'lgan. Ular u yoqqa borib, nimaga sabab aytaman, ular u yerga borib, men bu ishni qilmanglar yoki bu ishni qanaqadir yomon ish yoki nima deydi, yomon tomonni ko'rib qanaqadir noto'g'ri tushunishlarini xohlamayman. Men to'g'ri tushunishlarini xohlayman. Bir joyda borib bitta zavodda, misol uchun Koreyada deylik, borib bitta odam bitta zavoddan chiqmasdan chiqsa ham bir oyda bir marta yoki bir haftada bir marta qaysidir o'sha yaqin atrofdagi targ'ibot sentriga borib keladi, boshqa joyga borib kelmaydi. Men endi borib qilib ko'rmagan bo'lsam, eshitaman-da, bolalar bilan gaplashaman, boshqa qilaman. Ular ertalabdan kechgacha ishlaydi u yerda-da. U odamlar qanaqasiga dunyoqarashi o'zgaradi? Ular qayerdan bilim o'rganadi? Ular hech narsa o'rganmaydi. Ular prosta kuchli ishchi bo'lib keladi. U yerga borib kuchli ishchi bo'lib keladi. Ular u yerga borib kuchli shaxsiyat bo'lib kelmaydi. Ular u yoqdan borib ishlab kelib kuchli ishchi bo'lib keladi. Tushunayapsizmi? Uni miyasi bo'ldi, ishchi bo'lib qolgan. Bu fakt bu. Tan olishsa, tan olishmasa bu shunaqa. To'g'risida kimdir u bu deyishi mumkin. Yo'q, buni fakt ko'rsatyapti hamma narsani. Bizda hozirgi kungacha balki 5 mingdir, balki 10 mingdir, balki 15 ming odam borib kelganda, men aytayotganlarim 90% shunaqa qoladi. Tushunasizmi? Bu boy bo'lish emas. O'sha uchun boy bo'lish uchun odam fikrni o'zgartirishi kerak. Avvalo Allohdan so'rash kerak, keyin fikrni o'zgartirish kerak, keyin to'xtovsiz harakat qilish kerak. Undan o'sha hammasi bo'ladi. Bo'lmasa boshqachasiga boy bo'lmaydi. Chetdan turib kimgadir aql o'rgatish hamma qo'ldan keladi.
aql o'rgatmasa. Mana bizda ayniqsa o'sha bizni shaharda ham, bizni tumanda ham mana shu narsa rivojlangan. Endi men xohlayman, mana o'sha asosiy narsani boshida aytgandek, mani asosiy niyatim shu o'zimni hamshaharlarimni, o'zimni hamrayonlarimni asosiy niyatlardan bittasi o'shalarni fikrini o'zgartirib qanaqadir rivojlanishiga sabab bo'lish. Shuni tushundimki, ularni fikrlashini o'zgartirish kerak. Ular dunyodagi eng aqlli odamlar emas. Dunyodagi eng aqlli odam o'tirib gapirish hamma qo'lidan keladi-da. Hamma qo'lidan keladi. Nimadir qilish kerak. Siz mendan kuchliligingizni prosta gap bilan aytmang. Nimadir bilan ko'rsatingchi. Nima bilan kuchlisiz? Misol uchun aytayapman-da. Siz mendan kuchliligingizni men zandan zo'rman, unaqaman, bu yo'q. Menga fakt bilan ko'rsating. Nima qilib qo'ydingiz? Misol uchun men o'zimni nazarda tutmayapman, umumiy aytayapman-da. Siz nima zo'r ish qilib qo'ydingiz? Misol uchun hozir men qaysi katta qurilish kompaniyasi bilan uni o'zimni zo'r hisoblashga haqqim yo'q, haddim ham sig'maydi bu narsaga. Nimaga? Sababi ular mana shuncha qator ish qilib qo'ygan oldida. Men qanaqasiga u? Menda uncha narsa hal qilib qo'ygan joyim yo'q. Men ularni o'zimni zo'r deb hisoblasam. O'sha uchun hammaga shunaqa narsa aytgan bo'lardimki, bir yana bir ustozimiz bor edi. Sen kuchingni qanchaligini bilsang yoki qanaqa insonligingni bilsang, cho'ntagingni qo'ling cho'ntagingga tiq deydi-da. Qo'lni cho'ntagiga tiqib ko'rsin. Qanchalik kuchligini biladi. Qancha kuchliligini biladi. Bo'lishi mumkin emas. Aqlli, kuchli, zo'r odam hech narsasi bo'lmasligi. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Yoki hech kimga yordam bermasligi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. U zo'r bo'lsa, chiqib aytsin-chi, 1000 ta odamga ehson qildim yoki 100 ta odamga qanaqadir yordam qildim. Chiqib o'shanaqa ko'rsatkichlarni ko'rsatsin, shunda biz aytaylik, bu zo'r ekan deb. Aslida o'zi qo'pol qo'yayotganda, ayniqsa yoshlarimiz ota-onasini puliga yashab yuribdi-da. 20-25 yoshga kirgan ho'kizdek bolalar. Ota-onasini puliga yashab yuribdi-da. Lekin hammadan aqlli-da. Fikr bildirish bo'yicha zo'r. Men o'ylayman, chanaqadir bir logikaga to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. Bu shunchalik zo'r bo'lsa, bu nimaga ota-onasini qo'pol qo'yayotganda ko'chada o'zini ishlatadigan pulni ota-onasidan oladi? Shunaqa bolalar bormi? Bor. Bu fakt. Bu real. Men endi bitta men ko'rmasam kerak. Bunaqa bolalar hamma ko'rsa, hamma bilsa kerak bunaqa bolalar borligini. O'sha uchun o'shanaqa bolalar ozgina fikrni o'zgartirsin. O'zi savol bersin. Men o'zi nima ish qildim shu hayotga kelib turibdi? Kimga yordam berdim yoki ota-onam uchun yoki oilam uchun yoki yaqinlarim, qo'shni, mahalla uchun nima qildim degan savolni berib ko'rsin. O'zidan boshlasin. Aytmayapmiz tam mahallasida nimadir qilsin deb, yo'q. O'ziga yordam bersin birinchi. Keyin oilasiga yordam bersin, keyin yaqinlariga qo'ldan kelsa yordam bersin. O'zi mana Nurota kichkina shahar. Navoiy misol yaqinda 60-70 kilometr. Nimaga qurilishni Nurotadan boshladingiz? Nimaga Navoiydan emas, Toshkentdan emas yoki boshqa viloyatdan emas, kattaroq shahardan emas, nimaga Nurotadan boshladingiz? Endi qurilishni Nurotadan boshladingiz emas, qurilishga men aralashib yuruvdim azamat, ancha bo'ldi. Bunga 1-2 yil bo'ldi. Navoiy bilan sababini aytadigan bo'lsak, Toshkentda endi Nurotada boshlaganimni asosiy sabablaridan, buni eng katta sababi bittasi bu o'sha shahrimiz u yoqda baribir kimdir yaxshi tomonga ozgina bo'lsa o'zgartirish kerak. Biz zo'r qilib bora olmasligimiz, baribir kuchimiz yetmas. Lekin bitta daraxt eksangiz ham yaxshi-da bu. Bitta daraxt eksangiz ham yaxshi. Asosiy maqsad, missiya bu o'sha shaharimizga ozgina hissamizni qo'shish. Bu shunaqa narsa bir ichimizda bor edi. O'sha uchun Nurotada boshladik. Sababi kimdir o'sha ishni qilish kerak-ku baribir. Men bitta oddiy narsani aytaman, Nurota bo'yicha gapiradigan bo'lsak, men 5-6-7 yoshdan o'zimni bilishni boshlagan bo'lsam, misol uchun aqlimni olib, o'sha paytlar ham bizda endi bizni viloyatcha tilda aytganda boy deydigan bo'lsak, ikkita odam bor edi-da. Bir normalroq boy odam, 4-5 o'sha Nurotaning sharoitida boy odamda. Oradan men Nurotaga serqatnov bo'lganim 2024 bo'lgan bo'lsa, 24-25 bo'lgan bo'lsa, 34-35 yosh, ya'ni u orada 30 yil o'tgan. Borib bundoq qarayapman, hali ham o'sha odamlarda. Keyin o'zimga savol beryapman, neujeli bironta bir yangi chiqmadi? Haqiqatan shunaqa yangi chiqmagan ekan. Bu yangi bir tadbirkorlar yo'q. Nimaga shunaqa? Yoki bu menga bir tomonlama gapiryapman, sababi o'sha sizga aytgan ichimdagi gaplar ko'p dedim.
Sababi bu menga qanaqadir tomondan og'riqli narsa bu. Bizda yo'q. Yangi chiqayotgan katta tadbirkorlar yo'q, yangi boylar yo'q. Hali o'sha spiskadagi ikkita odam. Yoki bir qanaqadir chempionlar chiqmayapti, yoki bir qanaqadir bir boshqa narsalar chiqmayapti. To'g'ri chiqayotgan bo'lsa, tam qaysi yo'nalishlarda chiqayotganlar ham bor. Alloh o'shalardan rozi bo'lsin. Men ularda har doim qalban birgaman, xursandman. Har qanday qo'limdan keladigan yordamni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Demoqchi bo'lganim, bizda yo'qda shunaqa odamlar. Bu yerda o'sha kimdir o'sha ishni хотя бы ozgina donini sepish kerakda, sabab bo'lish kerak. Hamma qarab o'tirsa chetdan hech kim kelib qilmaydi. Misol uchun Toshkentni rivojlantirayotgan minglab, millionlab O'zbekiston va chet el fuqarolari, chet el tadbirkorlari bor. Xuddi shunday Navoiydan borib ko'rgan desangiz ham jadal ketyapti hamma narsa. Nurotada ketmayapti. Nimaga Nurotada qilmaslik kerak? Kimdir qilish kerak-ku baribir. Hozir mana biz boshladik, bir kun kelib shu gapimizni eslaysiz. Bunaqalarning soni ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Meni Xudodan so'raydigan narsam ham, niyatim ham shu, ko'p bo'lsin bunaqalar. Aslida bilsangiz, o'zbekchiligimiz, millatimizda ham borda shu narsa. Kimdir boshlab ko'rsatsa, keyin bu yoqqa ketaveradi. Meni umidim, niyatim, maqsadim shu uchun Nurotada boshladik. O'zi Nurotada yana tushunishim bo'yicha boshqa planlaringiz ham bor-a? Quradigan. Bor, xudo xolasa. Qaysilar siz? Odamlarga qiziq bo'lish uchun. Nurotada azamat, mana shu yil 2025 mana mustaqillik rezidens loyihasi boshlandi. Undan tashqari bir yaqin og'aynimizni shu yerda Nurotada bir katta zavod ochishiga sabab bo'ldik. Sabab bo'lganimiz qanaqa? Shu aytdik, 1 yil bunga ham vaqt ketdi. Da'vat qildik, qo'ldan kelgancha qanaqadir tanish bilish yoki nimadirni qildik. O'sha bolani shu yerda bir og'aynimizni zavod ochishga, katta bir zavod ochishiga qisman bo'lsa ham sababchi bo'lib qoldik. Sababi hozir shu Nurotada yaqinda ishga tushdi. Shu noyabr oylari ishga tushdi. Katta ishlab chiqarish zavodi ochildi. Bu endi qilingan ishlarda mustaqillik rezidens loyihasi bo'ldi. 26 yana bitta loyihamiz bor. 26 boshlanadigan loyihamiz bor. Imon Nurotada. Bittasi aniq, xudo xohlasa. Bitta ikkitasi aniq, to'g'rirog'i. Endi men o'ylayman, eng zo'ri hozir oldindan nimadir qilmasdan ozgina vaqt bo'lsa, xudo xohlasa ko'rsataylik odamlar, o'shani bilganlari yaxshi. To'g'risida intriga yoki bir qanaqadir tushuncha paydo bo'lib qolmasin. Xudo xohlasa, Xudodan so'rayapmiz, harakat qilyapmiz. 2026 ham yana bitta ikkita yangi loyiha o'sha qurilish bo'yicha ham, boshqa yo'nalish bo'yicha ham bir shaharda yaxshi tomonga o'zgaradigan loyiha, yana bitta ikkita yangi loyiha boshlaymiz, xudo xohlasa 2026da. Zo'r. Misol uchun Navoiydan xonadon olgan yaxshiroqmi, Nurotadan hozirgi paytda? Nurotaliklar qayerdan olgan yaxshiroq? Nima deysiz? Qani savolingiz umuman bir boshqacha. Navoiydan nima qiladi? Navoiydan uy olinmoq shoh chiqadimi? Yo, zo'r bo'ladimi? Hozir siz menga aytyapsiz-da, menga nimaga Toshkentda uyingiz bor desangiz, sababi men Toshkentda yashayman. Lekin Amerikada uyim yo'q. Amerikadan uy olaman, olaman. Misol uchun, mayli Toshkentdan bo'lsa bir 50 ming, 100 ming dollar qimmatdir olsa bo'ladi-ku. Harakat qilsa bo'ladi-ku. Endi nimaga Amerikadan olishim kerak? Yoki qo'shni shahardan olishim kerak? Mana o'sha o'zbek, mana ko'rasiz. Men nima amerikanец bo'lib qolamanmi? Yoki kuchli odam bo'lib qolamanmi? Yo'q, unaqa emas. Nurotada biz qurayotganimiz sababi, buni gapirsa bu yerda ko'p masala bor. Birinchidan, bu haqiqat, og'riqli bitta haqiqatlardan biri. Yosh kattalarimiz va yosh kichkinalarimiz o'zimiz ham shu Nurotaga borgan payti oldin o'sha 2024 bo'lsak, borardik uyga. Uchastkamizda sharoit zo'r emas edi. Qaraymiz, ertalab, masalan, hozirgi temol qish kunlarida qanaqasiga ertalab borib tashqaridagi tualetda tahorat qilish mumkin. Uyatli bo'lsa ham-da, qanaqasiga iloji yo'q u narsani. Biz yosh ekanmiz, yosh kattalar nima qilsa? Bu oddiy narsa deb o'ylaymiz, lekin bu juda narsa. Men o'zimda shu holat bo'lgani uchun aytib beryapman-da. Xudoni o'zi kechasi 2-3 marta mana shu muammo bo'lgani uchun namoz o'qib qolmadik. Sababi ertalab sovuqda borib tahorat qilaman desang kasal bo'lasan, bu yerda sog'lig'ing xavfda, bu yerda namozing o'qimasang ko'ngling g'ash. To'sqinda bu narsa, oddiy narsa deb o'ylashimiz mumkin, lekin mana shu narsa to'sqinlik qilyapti-ku. Ertalab misol uchun Ostimol qish kunlarida ertalab sovuq -5 gradus, 10 gradus bo'lishi mumkin. Qanaqasiga borib
to'g'ri qilsa bo'ladi, tam nimadir suv olib, tam qaysi joyga borib qilsa bo'ladi. Yo'q, u narsa inson baribir qanaqadir dangasada tabiatan. Sharoit bo'lsa o'sha narsa yengillashtiradi, osonlashtiradi va o'sha narsalarni qilishga, ibodatimizni qilishga sababchi bo'lib qoladi. Bu boshlangan, og'riq boshlangan joy shundan boshlangan. Ya'ni ikkinchidan o'sha uyda sharoit qildik, uyda sharoit qilingan paytda hozirgi kunda ham hali borsangiz usta ishlayapti. Bizda 1 yil bo'ldi adashmasam boshlanganiga. Bildim shu uchastka sharoiti bor uchastka qilish Nurotada oson emas. Agar normalniy bir ko'ngildagidek qilib uchastka qilaman desangiz Nurotada oson emas. Realni shunaqa. Hamma joyga ham qarasak, misol uchun Toshkent shahariga ham qaraydigan bo'lsak, imminni Toshkent shaharda o'rta aholilar uchastkada yashaydimi yo past как бы sharoiti sal og'irroq odamlar uchastkada yashaydimi yoki sharoiti yaxshiroqlarmi? Endi qo'pol qaytadigan bo'lsak, puli ko'proq odamlarda azim Toshkent shaharida, sababi normalniy uchastka qilaman desangiz, u katta pul turadi. Normalniy uchastkani sodержанияsi ham bor. Sodержанияsi bu o'sha uni o'zini oylik rasxodlari bor-da. Ya'ni har yil uni remont qilasan, boshqa qilasan, uni remonti ham tugamaydi-da. O'sha uchun Nurotada qilganimiz sababi hozir bu narsa siz bilan ham misol uchun analiz qilib ko'rdik-da, talab juda ham katta. Prosta endi odamlarimizda ozgina o'sha fikrlashlari degan fikr bor-da, baribir. Hovli yaxshiroq degan fikr menimcha bilmadim. Unaqa hammada ham unaqa bo'lmasa kerak. Azamat sababi mana o'sha gaz bu siyosiy masala. Gaz hozir o'sha bermaydi xonadonlarga. U gaz bo'lmagandan keyin hozirgi bizning xalqimiz o'sha o'ylanib qoladi, qanaqa qilib uyda bizda hamma gaz bilan uyda isitishga o'rganib qolganda. Gaz hozir bermaydi, uchastkalarga bermayapti. O'sha nechtasi bilan gaplashdim, o'sha yangi uchastka qilganlarga gaz bermayapti Nurotada. Gaz yo'q. Ikkinchidan katta hovli 8 sotuq 10 sotuq hovlini olib kimga keragi bor uni? Uni ichida bir zo'r sharoit bo'lmasa yoki tam hovling to'la gul bir yam-yashil joy bo'lmasa, bog' bo'lmasa nima kerak bor unaqa hovlini cho'l yer qilib ushlab o'tirishda u hovlini? Undan ko'ra kerak emas. Hozir nalog masalasi bo'yicha, soliq masalasi bo'yicha ham aytdim. Hozir o'sha yangi yildan gaz masalasi bu realni katta muammo. Ikkinchisi bu soliqlar o'zgaradi. Ya'ni o'sha katta yer egallab turgan katta uchastkada yashaydiganlarga katta soliq chiqadi. Bu ya'ni endi xorijda qilingan narsalar hammasi bizda tatbiq qilinyapti hozir. O'sha bu narsalar men o'ylayman prezidentimizning ham yangi qarorlari bor. O'sha nima qilgan bo'lsangiz, o'qigan bo'lsangiz 2030-yilgacha 2030 2040-yilgacha O'zbekistonni yarim aholisidan ko'p qismi ko'p qavatli uylarda yashashga olib boriladi. Hozir shunaqa siyosat yuritilyapti. Zamon talabi bu. Zamon talabi. Sababi ham ekonom, ham to'g'ri, ham zamonaviy yashash, ham zamonaviy hayot. To'g'ri puli ko'plariga men kvartirada yashashsin deb tavsiya bermayman. Xot o'ziga borib rancho qursin qanaqadir. Agar shuni cho'ntagiga ko'taradigan bo'lsa qilsin, unga hech qanaqa qarshiligi yo'q. Lekin o'rta ahol aholilarga bu uy, kvartira, dom ayni muddao. Sababi hamma narsa oldida. Tam shaharda u boshidan bu boshigacha maktabga, u boshidan bu boshigacha bog'chaga, u boshidan bu boshigacha bitta do'kon uchun borib kelmaydi. Xudo xolasa hammasi infrastrukturani o'sha joyda o'zida tashkillashtiryapmiz. Yoki o'sha oddiy aytaylik, bizda bitta shu men tushungan narsa ma'raka qilish to'sqin edi. Mana ma'rakalar qiladigan xabaringlar bor. Tadbirlar zali, marosimlar zali deb 200 kishilik joy qilyapmiz. 2026-yilda 200 kishilik to'yda ham hamma qila olmaydi, undan ham kam bo'ladi. Bemalol to'yini ham o'tkazsin, ma'rakasini ham o'tkazsin, mazza qilib yashasin. Zato uyini oldida ichida sharoiti bor. Tualeti, hammomi, kuxnyasi, spalnisi, zali bemalol mazza qilib yashashsin. Katta uchastkada yashab nima bo'ladi? Shoh chiqadimi? Yashasin, shoh chiqadigan bo'lsa. Agar shu narsani zo'r deb o'ylaydiganni qanaqadir faktor bilan keltirib bera olsa, kesin men oldimga keltirib bersin o'sha narsani. Hozirgi kunda eng qulayi ham, eng arzoni ham, eng kerakligi ham xonadon bor. Xuddi shunaqa. Nimaga Yevropa, Rossiya yoki o'sha rivojlangan davlatlarda shunaqa? O'zimizga shunaqa savol beraylikchi, ular ahmoqmi? Yo'q. Ular bizdan ahmoq emas. Birinchi masala. Ikkinchi masala, bizda yana bitta narsa bor. Hovlida yashasam, mol boqib tam bir narsa qilaman degan odamlar bor-da. Men shularga ham tavsiyam shundan iborat bo'ladiki, qilishmas bo'lishdi. Men uni obdon hisobini chiqardim, hisob-kitob qilib ko'rdim-da.
Ya'ni mol azaldan bizda bo'lgan chorvachilik, ota-bobolarimiz bo'lgan, qarindoshlar, urug'larimiz bo'lgan va hokazo. Hozirgi kunda hamma narsa pul bo'lib qolganda hisobiga bitta holatda yutadi. Juda ko'p moli bo'lsa, ya'ni qo'ymi, qoramolmi farqi yo'q. Juda ko'p soni uni ko'p bo'lsa, uni qanaqadir o'zini endi bizda atar deyiladi. Atari bo'lsa yoki o'zini qanaqadir yer maydoni bo'lsa, unga yem xashak yoki bepul bo'lishi kerak. Yoki unga judayam arzon bo'lishi kerak. O'sha holatdagina u odam u moldan o'shanda katta kolичество bo'lsa, soni ko'p bo'lsa, buni endi bilmayman, 1000 ta, 1,5 mingta qo'yi bo'lsa, kichkinaga yoki kichkina songa yoki uyda boqib uni sotish вообще foyda emas. Nimaga? Men hisoblab beraman. Bizda qanaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan. 10 million so'mga bitta sigir oladi. 10 million so'mga bitta sigir oladi. U sigirni o'rtacha deylik 1 oylik xarajati, o'zini faqat yeydigan puli kelingchi 500-600 ming so'mda. 500-600 ming so'm unga yem oladi, bir narsalar oladi. 500-600 ming so'm uni rasxoti bor o'zini aniq. Uni har oy rasxot qiladi. Ikkinchi masala, bunga o'zini vaqti ketadi. Unga baribir kimdir qarash kerak, u bilan kimdir shug'ullanish kerak. Unga yana qanaqadir xarajatlari bormi? Undan tashqari, u sigirlarning 50% sut qatiq bermaydi. Sut qatiq deydi, sut qatiq beradiganlarning вообще двойной расходi bor. 1 yildan keyin ana u sigiri misol uchun agar mabodo 17-18 million so'm narxi bo'lib qolsa, 7-8 million ming foyda qilyapman deb hisoblaydi. Nimaga bular unga yedirgan pulini hisoblamaydi, ketkizgan vaqtini hisoblamaydi. 1 yilda bir o'tirib hisoblashsinchi, nechta pul unga pul ketkizgan. Ikkinchidan, 1 yilda u sigirga hech bo'lmaganda bitta odamning vaqti ketadi unga qarashga. Bizda ko'pchilik hollarda oilaviy qarashadi. Endi oilaviy emas, hech bo'lmaganda bitta odamning vaqti ketadi. Unga ketkizgan boyagi 10 million pul 17-18 million bo'ldi. Endi unga ketkizgan pullarni hisoblashsin, ketkizgan vaqtlarini hisoblashsinchi. Bular foydadanmi yoki zarardan o'shanda bilishadi. Foyda ham yo'q, zarar ham yo'q. Zarar bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan foyda bo'lmaydi. Zo'r. Mana Novostroykada o'zi qay bir Novostroyk mustaqil rezidens qurilyapti. Hozir 3-qavatda o'tayotgan bo'lsa, qaysi etapda olgan yaxshiroq? Mana Nurotadada men tushunishim bo'yicha ular tayyorini olganimiz yaxshi degan tushuncha bor ekanda. Endi o'shani voqeadan olgan yaxshimi? Ya'ni endi azamat qarang. Boya sizga aytdim, bu mustaqillik rezidens loyihasi bu maqsad boshqa narsa bu yerda. Maqsad bu yerda faqat tadbirkorchilik, biznes emas. Bu ham qisman qaysar qisman bor, lekin asosiy maqsad bu yerda o'sha shaharda ko'k qo'shib qanaqadir turmush tarzini o'zgartirish. Aslida men bu hozir qilayotgan ishimiz ham shuni sabablaridan bittasi. Men nimaga men xalq bilan bitta gaplasha olmayman. Men o'sha narsani qanaqadir qisman bo'lsa ham 10 ta odam ko'rib bo'lsa ham, 10 tadan bittasini fikri o'zgartirsa, men o'sha maqsadimni qaysidir qismiga erishgan bo'laman. Qarang, bu hozir siz aytayotgan narsa, buni men o'ylab chiqarishim shart emas. Bu aniq bor narsa, butun dunyo bo'ylab bor narsa. To есть katlavandan olsa uy arzon. Bu dunyoning hamma joyida bor narsa. Ikkinchi masala, biz nimaga taklif berdik? Sababi, misol uchun, o'sha bizdan 2025-yilda oxirigacha olgan odamlarni 24 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Foizsiz. Biz bu nimaga bu imkoniyatni berdik? Maqsadimiz, niyatimiz shunaqaligi uchun sharoiti yaxshi emas odamlar ham olsin o'sha uydan. Olsinda shu 24 oy ham bu kichkina so'roq emas. Aslida 50, 60, 100 oyga deydigan joylar bu yerda boshqa narsa. U siz xalqimiz o'ylayotgan narsa emas. 50, 60, 70% ga bo'lib to'laydigan tadbirkor u qanaqadir haqiqatga o'xshamaydigan narsa. Nimaga desangiz, bu yerda foyda qilib bo'lmaydi. Foyda qilib emas. Misol uchun hozir biz uni 70 oyga beradigan bo'lsak, biz u yerda loyihani 70 oy qurish niyatimiz yo'q. 70 oy degani bu 6 yil degani. Men u yerda 6 yil umrimni ketkazish niyatim yo'q. Uni shu 1,5-2 yilda bitirib tezroq egalariga topshirish. Maqsad shu. O'sha uchun biz uni berganlarimiz sababi shunaqa imkoniyat bor. Ertaga aytishmasinki, misol uchun ertaga biz uni qurib bitirganimizdan keyin xohlasak, xohlamasak pulni to'liq olishga majbur bo'lamiz. Pulni to'liq olmasak unga biz kadastr qilib bera olmaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, yoki ular foiz bilan bankdan ipoteka olishlariga to'g'ri keladi.
O'sha narsalarda biz takliflarni beryapmiz. Ana unda videoda ham men aytgandim. O'ziga ishonadigan odam olsin, o'ziga ishonmaydigan odam pulini ushlab tursin. Ertaga nima o'zgaradi desa, hech narsa o'zgarmaydi. Uy tayyor bo'ladimi? Tayyor bo'ladi. Ozgina narxi o'zgarishi mumkin 20-30%, ya'ni 50-100 million so'm kamida. U bu deymizu menga hech kim aytib bera olmaydi uy-joydan pul yutqizganini. Ya'ni uy olib, $10,000 uy olib, misol uchun deylik, 1 yildan keyin yoki 6 oydan keyin $19,000 unaqa ehtimol men o'ylayman milliontadan bitta bo'lishi mumkin. U ham o'zini qanaqadir bir boshqa sabab. Atak yo'q unaqa holat. Uy-joy hech qachon arzon bo'lmaydi. Yer hech qachon arzon bo'lmaydi. Nimaga desangiz, Alloh yerni bir marta yaratgan. Yerni inson yarata olmaydi. Qayta ishlab chiqarish mumkin. Yerni ishlab chiqarish iloji yo'q. Yer rezinka emas, yer rezinniy emas, uni kattalashtirib bo'lmaydi. O'sha uchun yer, uy-joy, недвижимость bu umuman hech qachon men garantiya beraman. Kim bilsa aytsin, tarixda shu narsa arzonlashgan. Narxi qisqarib tushishi mumkin, lekin ko'tariladi albatta. Yo'q, narxi tushmaydi ham azamat. Nimaga desangiz, savdo to'xtagan payti bo'ladi. O'sha to'xtagan paytda odamlar uni narx tushmaydi. Uni kimdir pulga majburligidan arzonga sotib qo'yadi. Tushuntira olyapmanmi? Bu degani umumiy narx tushdi degani emasda, kimdir pulga zarur bo'ldi, sotdi degani. Misol uchun o'zimizda ham shunaqa holat bo'ladi. Qaysi biznesimizga pul zarur bo'lib qolsa, men bu 10 so'mlik narsamizni 9,5 so'mga yoki 9 so'mga sotib yuboramiz. Sababi bu yoqda biz ishimizni bitirsak, men bu yarim so'm pulni 2 barobar qilib chiqaramiz. Tushuntira olyapmanmi sizga? Lekin bu umumiy narx tushdi degani emas. Umumiy narx hech qachon tushmaydi. Nimaga? Sababi kundan kun gaz narxi oshyaptimi? Oshyapti. Svet narxi oshyaptimi? Oshyapti. Soliq oshyaptimi? Oshyapti. Qanaqasiga mahsulotni tan narxi tushishi mumkin? Tushuntira olyapmanmi sizga? 100 so'm tushayotgan mahsulot, hamma kommunal xizmat, men eng asosiy oddiylarni aytyapman-da. Gaz narxi oshadi, svet narxi oshadi, tadbirkor o'sha narsalarni sotib oladi, o'sha uchun davlatga pul to'laydi-ku. Bu narxi oshgandan keyin iloji yo'q, tadbirkor o'sha boyagi mahsulotini tan narxini ustiga qo'yadi bu pulni. Bu narxi oshadi. Bu men demoqchi bo'lganim, qurilish materiallari yildan yilga, kundan kunga oshadi. Hozir bitta biz aytishim mumkin mana. Ana unda gazoblok masalasini sizga aytgandim, 15% ga oshdi deb. Mana o'tgan kun yaqinda 2-3 kun oldin bo'layotgan holat, yoqdagi yigitlar borsa, o'sha gazoblok narxi 650 ming so'm deyishyapti. Bu o'sha siz bilan gaplashganimizdan keyin yana где-то 8-9% ga narx ko'tarilgan. Narx oshib ketyapti kundan kunga. Qanaqasiga uy-joy arzon bo'ladi? Uy-joyda bir havodan qurilmaydi-ku narsalar. Bu narsalar realni o'sha qurilish materiallaridan quriladi. Tan narxi oshgani uchun oshib ketaveradi. Xuddi shunaqa. O'sha uchun uy-joyda narxi hech qachon tushmagan va tushmaydi ham. Kim olsa ham yashaydigan odam yashaydi maza qilib, yashamaydigan odam investitsiya nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa zo'r. Ya'ni demoqchi bo'lganim, ana endi faqat uyda 10 ta 5 ta mol boqib biznes emas, sal boshqacha qilish kerak. U davrlar boshqa xil bo'lgan. Iltimos, odamlar o'sha narsani to'g'ri tushunishlarini xohlayman. U davrlar boshqa xil bo'lgan. Misol uchun bizni otalarimiz yoki bobolarimiz yoki amaki tog'alarimiz ularga qayerdandir yemlar, xashaklar bepulga kelib qolgan. Bu narsani endi shunaqa desam balki tushunishar. Hozir unaqa zamon emas. Hozir hamma narsani pulga sotib olasan. Pulga sotib olib, hozir qilish uni nelikvidni. Bular qilayotganning sababi oldin shunaqa ish bo'lgan-ku. Shuncha qolib ketib qolgan. Shunaqa tushuncha qolib ketib qolgan. Ozgina yangilanish kerak, ozgina uyg'onish kerak. Ozgina zamonga bir chiqib qarash kerak. Bizni tumanda o'sha chiqma yuradiganlar sal bir chetroqqa chiqib, bir ob-havoda nafas olib ko'rish kerak nima bo'layotganini. Faqat eskicha o'sha narsada qolib ketish kerak emas. Bizni shaharni biz rivojlantirmasak, kim rivojlantiradi? Boya Navoiyda deganingizga nimaga Navoiydan olish kerak? Birodarlar, nimaga Navoiydan olish kerak? Faqat Navoiyda uyi bor degan gap bo'lish uchunmi? Kimga kerak u narsa? Kimga? Dunyodagi eng kambag'al odam kim desangiz, ana birovlar uni zo'r deyishi uchun pul ishlatadigan odamda, ana u odam haqiqiy kambag'al odam. Bu nima faqat odamlar buni uyda Navoiyda uyi bor ekan degan gap bilish uchun Navoiydan olish kerak. Shoh chiqadimi? Navoiyda tak-tak quruvchi ham ko'p, oluvchi ham ko'p. Bu yerda kimdir qilish kerak-ku. Bular nimaga o'zini nirotasida yiqqan pulini boshqa joyga olib borib berish kerak? O'zini joyida qoldirsa, o'zini joyi rivojlantiradi, o'zini joyi rivojlanadi. Mayli ertaga kimdirlar shu ishni qilsa, o'sha joyda baribir bizni bolalarimiz qoladi, bizni nevaralarimiz qoladi, o'shalarga qoladi-ku bu narsalar.
Ha. O'shalarga qoladi. Baribir azaldan har bitta bir odam qanaqadir sababchi bo'lgan bir joyda yaxshilanib ketishiga. Shunaqa bo'lishi kerak. Har kim ozgina bo'lsa o'zini hissasini qo'shishi kerak. O'sha bir patriotizm, vatan bir qanaqadir o'zini bizni shahar yomon degandan ko'ra kerak shuni yaxshilaylik. Yomon desak yomon bo'laveradi. Hech kim yaxshi qilmaydi. Ishoning chetdan hech kim kelib bizni shaharda yaxshilashni variantini qilmaydi. Chetdan kelganlar o'zining tadbirkorchiligini o'ylaydi ko'proq. Misol uchun bizda Xitoy kelib zavod ochgan bo'lsa, Xitoy kelib Nurotani zo'r qilish maqsadi emas-ku uni. Uni maqsadi qo'pol qaytganda pul qilishda. Uni ota bobosi yo'q-ku, uni bu yerga bog'laydigan hech narsasi yo'q. Bizda bor, bizni kindik qonimiz to'kilgan bu yerda. Bizda ota bobolarimiz, qarindosh yaqinlarimiz shu yerda. Bizda sababimiz bor. Biz qayerdan bilamiz ertaga balki daryoda shu narsa uchun so'ralarmiz. Shu narsa qo'lingdan kelar, nimaga qilmading degan savol bo'lib qolar. Shunaqa narsani o'ylashimiz kerak. Zo'r. Yaxshi, endi pul bo'yicha savolimiz bor. Pul odamni buzadimi yoki kimligini ochib qo'yadimi? Nima deysiz? Pul odamni buzmaydi. Pul odamni haqiqiy kimligini ko'rsatib qo'yadi. Pul shunaqa narsa. Pul odamni haqiqiy, siz yomon odam bo'lsangiz, u sizni yomonlashtiradi, siz yaxshi odam bo'lsangiz, u sizni yaxshilaydi. Shunaqa, pul shunaqa narsa. Zo'r. Xo'p, siz pul yo'qligidan ko'ra ko'pligidan qo'rqasizmi? Misol, yo'q holatdan qo'rqasizmi, ko'p bo'lgan, juda ham ko'payib ketib qolgan holatdan qo'rqasizmi? Ikkovidan ham qo'rqmayman. Qo'rqishim kerak. Ko'p pul bo'lsa, planlar ko'p qiladigan. Qilamiz hammasini. Yaxshi-ku. Yo'q bo'lsa, Xudodan so'raymiz. Berishini yaxshi. Shu. Misol, pul qaysidir biznes qilib turib pul yo'qotgan holatingiz bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, qanaqa holat bo'lgan? Pul nima qilib turib? Misol, qaysidir biznesga pul tikkansiz, lekin yo'qotgansiz o'sha pulni. Qancha bo'lgan, qanaqa holat bo'lgan? Endi unaqa holatlarni men siz oldinroq aytganingizdek qog'ozga yozib yurardim, bildingmi? Unaqa holat ko'p bo'lgan. Unaqa holat ko'p bo'lgan. Endi anavunda ham aytdim shekilli, o'sha summasini bilmayman, balki keling anaqa qilmaylik. Hozir men o'rtacha baholaylik, mana shu esimda qolgani. $500,000 deylik, yo'qotganmiz shunaqa pul. Endi $500,000 tashqari bu haqiqiy yo'qotgan pulimiz summasi. Undan tashqari vaqtimiz, men pulga emas, ko'proq vaqtimgacha 1 yil, 1,5 yil umrim ketib qoldi shu ishga. O'sha pul endi bu instrument. Pul bu instrument. Biznesda pul bu shunaqa narsa. Pul shunaqa narsaki, siz zo'r bo'lsangiz, siz uni ishlatasiz. Agar pul zo'r bo'lsa, pul sizni ishlatadi. Shunaqa narsa. Pul bu shunaqa narsa. O'zi mana kimlarga qarz berib turasizmi? Pul masalasida, misol, kimlarga qarz berib, qanaqa berasiz o'zi qarzni? Endi qarang, qarzda biznes mavzuda bor bunaqa narsa. To есть kimdir bilan oldi berdi qilamiz, biznesda bor bu narsa. Lekin kimdir bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, imkoniyati yo'q o'sha insonda. Men o'zim unga aytmasam ham qalban o'sha insonga qaysidir qismi pulni beraman, lekin o'shani qaytarib bermasligiga ham rozi bo'lib beraman. Misol uchun yoki o'zim aytaman, qaysi holatda aytishim mumkin, mana menga kerak emas deb. Endi bu ham hammaga bu ishni qila olmaysiz. Qo'lingizdan odamning vaziyatiga qaraysiz, holatiga qaraysiz. Ya'ni shu odam muhtoj bo'lsa, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz shunaqa qilishga. O'zi mana qarz olib turib qaytarib bermaydiganlarga qanaqa qaraysiz? Endi qanaqa qaraysiz desangiz, u odamni bahosi shuncha. Shunaqa qarayman. To'y siz mendan $1000 pul olib qarzni agar o'shani bermasangiz, sizning narxingiz $1000 bo'ladi. Bitta odamga minus qo'yaman. Только minus. Siz o'zingizga savol, mendan qaytib yana nimadir ayta olasizmi? Yo meni oldimga qaytib kela olasizmi yoki mendan yana nimadir so'ray olasizmi? Siz misol uchun mendan o'sha $1000 qaytarib berib, keyingi safar 5000, keyingi safar 10000 olishingiz ham mumkin edimi? Yo'q. Значит, sizning bahoyingiz $1000 ekan. $1000 qaytarib bermadingiz. Siz bahoyingiz $1000 ekan bo'ldi. Shunaqa. Qaysi holatda kimga qarz berasiz, kimga qarz bermaysiz? Sizga boya ham aytdim, o'sha insonning vaziyatini bilamiz. Birinchidan. Agar vaziyati realni shunaqa bo'ladi-yu, tushunarli vaziyat. Soliq bo'yicha, avariya bo'lib qoldi. Qanaqadir agar vaziyati og'ir bo'ladigan bo'lsa, bu bir. Ikkinchidan, o'sha paytda menda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, albatta beramiz. Qaysi holat bermaysiz?
man Instagram qilganimizdan beri qachok mendan govdali bolalar yozyapti-da. "Aka $5000 bering, aka $200 bering, aka bitta iPhone, ana unda iPhone sovg'a qildik. Aka menga ham iPhone bering" deb yozyapti. Kirsam, ana bola mendan ham govdali-da. Mendan ham kuchi ko'p-da. Qanaqasiga men ularga berishim kerak? Ishlasin. Ishlasin. Unga mandaqa odamlar agar men unga bir marta beraman-ku, unda umid paydo bo'ladi. Значит, o'xshadi degan, tushunyapsizmi? Ertaga endi u menga emas, boshqa tadbirkorga yozishni boshlaydi. Shunga o'rganib qoladi. Bunaqa odamlarga bermayman. Ishlasin. O'zi mana Sog'lom bo'lsa, ishlasin. ish masalasida qarz olishga o'rganib qolish bor-da. Misol uchun, qaysidir ish qilishni harakat qilish o'rniga qarz so'rab qiladiganlar bor-da. Misol uchun aytaylik, bitta ish boshlamoqchi, $10,000 qarz olish kerak, o'xshamadi, bo'ldi, boshqasidan endi $20,000 olib boshqa ish qiladi. To есть qarz ustiga qarz urib beradiganlar qanaqa deysiz? Ya u bo'lmagan ish u. U bo'lmagan ish. Endi nimaga desangiz, mana bunaqa narsada biznes bu shunaqa narsaki, o'zimizniki ham shundan boshlangan. Men bitta o'zim doimiy aytadigan gap bor. Pulsiz pul qilishni bilmagan odam pul bilan pul qila olmaydi. Biznesmenni haqiqiy kuchli tomoni bu pul yo'q joydan pul qila oladi. Mana bu odam biznesmen bo'ladi. Tayyor bir joydan pulni olib nimadir qilish u biznesmen emas. Biznesmen odam, meni eshitayotgan biznesmenlar meni gapimga 100% rozi bo'ladi, lekin biznesmen emaslar hozir bir narsalar deb yozadi. Pulim bo'lsa o'zim bilardi, hech narsani bilmaydi u. Biznesmen odamni kuchli tomoni pulsiz pul qilishni biladi. Tushuntira oldim. Mana shuni hamma o'zining darajasidan kelib chiqib tushunsin. Shu uchun aytmoqchi bo'lganim, pulsiz pul qilishni o'rganmagan, bilmagan odam pul bilan pul qila olmaydi. Prosta sinab ko'rishingiz mumkin. Sizga oddiy bitta boshqa tomondan tushuntiraman, faktlar keltirishga harakat qilaman. Hozir men bu o'zimizda shunaqa loyiha bo'lyapti, adashmasam, investitsiyami degan qanaqadir nimada. Investorlar ideyaga pul tikmaydi. Investorlar odamga pul tikadi, bu bir. Ikkinchidan, u odamning tajribasiga qaraydi. U odam oldin, misol uchun deylik, men bu telefonni bu yoqdan olib, men bu yoqqa 1,5 mingga sotgan odam bo'lmasa, u odamning prosta fikri ish bermaydi. Agar siz haqiqatan shu ishni, misol uchun meni oldimga kelsangiz, Zavqin aka, menga $10,000 pul kerak, xo'p, nima qilmoqchisan? Men bu yerda pasyan, misol uchun 1 yildan beri qilib yuribman. Men bu yoqdan telefonni 100 so'mdan olyapman, bu yoqdan 110 so'mdan sotyapman. Shu ish menda zo'r o'xshayapti desangiz, o'zi sizda shans paydo bo'ladi men sizga pul berishim. Agar siz meni oldimga kelsangiz, aytsangiz, Zavqin aka, men bitta bu bola qilyapti shu ishni, men bunaqa deyishyapti, zo'r bo'lar ekan, bering, men ham shunaqa qilaman desangiz, men bermayman. Quruq fantaziyaga keladigan bo'lsa, men bermayman. Sababi sizda tajriba yo'q. Siz shunaqa deb o'ylayapsiz, bu sizning gipotezangiz. O'sha uchun xuddi shunaqa narsa hamma joyda, hamma holatda. Xo'p, o'zi mana misol tushundim, zo'r tushunib berdingiz. Boy bo'lish uchun 3 ta sekret aytib bersangiz. Misol 3 ta narsa bo'lish kerak inson boy bo'lish uchun. Menga ham aytinglar. Shunaqa boy bo'lish uchun 3 ta narsa, muvaffaqiyatli bo'lish uchun, misol uchun. Xo'p, birinchisi, o'sha endi hamma biladi bu narsa. Men aytadigan narsalar bu o'zi aslida biron bir yangicha narsa emas-da, menda yangi narsa ko'rsatdi. Bu hammasi oddiy narsalar. Siz fikringiz bo'yicha shunaqa. Birinchisi, Xudodan so'rash kerak. Realni Xudodan so'rash ham qanaqa bo'lishi kerak, bilasizmi? Bir marta, 10 marta, 100 marta emas-da, boya aytganimdek. 1000 marta, million marta, kerak bo'lsa 10 million marta so'rash. Bittasi agar o'sha joyigacha yetib borsa hisob. Alloh shunaqa mehribon-da. Allohdan so'rash kerak birinchi. Uni tinmasdan so'rash kerak. Bir marta Xudo bermayapti-ku degan odamlar ham bo'ladi, bilasizmi? Shunaqa odamlardan bitta so'rang-da, qachon sen Xudodan so'rading? Anu kun so'ragandek. Yo'q, o'sha odamlardan aksariyat o'sha odamlar endi nima bo'lmasa ham ibodatdagi mas odamlar bo'ladi. Aksariyat o'sha odamlar Xudodan so'ramagan odamlar bo'ladi. Men ko'p emas bo'lgan shunaqa holat. Xudodan so'rayapman, bo'lmayapti-ku desa, shuni to'xtataman, qachon so'rading? Qachon so'rading? Bir xillar palon kun so'radim deb chiqib ketmoqchi bo'ladi-ku. Nima deb so'rading deyman. Shunaqa bo'lish kerak. Nima deb so'rading deyman. Shuning uchun eng zo'ri bu Xudodan so'rash kerak. Undan ham nimasi, inson
niyat to'g'ri bo'lishi kerakda. O'sha pulni olgandan keyin nima qilishingizni men bilmasligim mumkin-da, lekin Xudo biladi. Tushunyapsizmi? Misol uchun o'sha pulni Xudo sizga bersa, siz qanaqa inson bo'lishligingizni Xudo biladi-da, men bilmasligim mumkin. Men bilmayman. Undan keyingisi bu endi o'zim bitta bu prinsipim shaxsiy. Bir ishni qilmay pushaymon yegandan ko'ra qilib pushaymon yeyish kerak. Mani o'zimni prinsipim shunaqa. Qilib ko'rish kerak. Uni qilmasang ertaga baribir uni kimdir qiladi. Hammada bo'lgan bu holat, biling shuni qilmoqchi edim, men qilmadim deb ichidan pushaymon yeydida. Lutsi qilsin o'sha ishni, o'xshamasin. Men qilib ko'rdim deydi. Qilmasdan o'xshamadi o'tirgandan ko'ra. Ikkita holatda ham bir xil. Ikkita holatda ham bir xil. O'sha uchun qilmasdan turib pushaymon yegandan ko'ra qilib turib pushaymon yeyish kerak. Bu men yaxshi biznesga taalluqli, tadbirkorchilikka, hayotga, rivojlanishga taalluqli narsalarni aytyapman. Zo'r. Demak, birinchisi Xudodan so'rash kerak, ikkinchisi niyat to'g'ri qilish kerak, uchinchisi tavakkal ko'proq qilish kerak. Zo'r. Odam atrofidagi insonlarni qanaqa tanlash kerak? Atrofidagi odamlar uni rivojlanishiga ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Sizning fikringiz bo'yicha. Eng katta ta'sir qiluvchi narsa bu. Qanaqa qilib? Qanaqa qilib tanlash kerak? Odam o'sha atrofini qanaqa tanlash kerak? Окружениесini deymizda, misol uchun. Окружениесini qanaqa tanlash kerak desak, endi bunaqada tanlash kerak degan narsa bor. Aksar holda bu o'zi bu insonning atrofidagi insonlar bor o'zi. O'sha aytayotgan insonimiz o'sha atrofida baribir hammada har xil kimdir rosa ulfat bo'ladi, kimdirda 4-5 ta o'rtog'i bor. Bu ham aslida ularning farqi katta bo'lmaydi-da. Tushunayapsiz? Ular bir-biri bilan orasida farqi katta bo'lmaydi. Ular farqi katta bo'lib qolsa, ular o'sha keyingi etapga o'tib ketib qoladi. Tadbirkor odam ko'proq atrofida tadbirkor bo'lsa, davlat xodimi atrofida ko'proq davlat xodimi bo'ladi. Sportchini atrofida ko'proq sportchi bo'ladi. Misol uchun ular agar sportchi chempion bo'lib ketadigan bo'lsa, shu keyin chempionlar bilan o'rtoqlashishni boshlaydi-da. Atrofdagi insonlarni qanaqa tanlash kerak? Deyapsizmi? Hech bo'lmaganda o'sha har bitta insonning o'zini idealidagi inson bor-ku. Misol uchun, o'g'ling kimga o'xshashini xohlaysan deydimi yoki o'zing kimga o'xshashini xohlaysan deydimi, bir qanaqadir o'sha insonni yaxshi qadriyatlari bo'lishi kerak. Endi eng zo'ri o'sha inson sizga Xudoni eslatsa, u eng zo'r. Agar o'sha inson sizga Xudoni eslatadigan inson bo'lsa, bu eng zo'r. Undan keyin o'sha atrofingizdagi odam kim bo'lsa, siz ham shu bo'lasiz. Bu hayot qonuni. Bu hayot qonuni. Qanaqa bo'lsa, siz ham shunaqa bo'lasiz. Bunga ko'p vaqt kerak emas. 10 kun, 20 kun, bir oy yetadi. Shuning uchun bola tarbiyalasida, misol uchun kimnidir bolalari o'zi kattalashib qolgan, ota-ona bola kattalashgandan keyingi etap, misol uchun boya aytdik, to'sqinliklar qilmasin dedik. Ikkinchisi bu eng javobgar qism bu bolasini muhitini kontrol qilish kerak. Bolasi kim bilan o'rtoq bo'lyapti? Misol uchun yaxshi emas bolalar bilan o'rtoq bo'lyaptimi? Bu nimadan muhitdan buni qaytarishimiz kerakda, lekin buni qamab qo'yishimiz kerak emas. Qanday qilishimiz kerak desangiz, buni yaxshi muhitda endi o'zimiz topib berishimiz kerak. Deylikdan qanaqadir yaxshi bolalarni muhitiga solib qo'yishimiz kerak. Buni yomondan qaytarib bechorani qamab qo'yish kerak emas. Yaxshi muhitga solib qo'yish kerak. O'sha bolasini muhitini kontrol qilish kerak. Qaysi muhitda yurganini, qaysi muhitda o'sayotganini kontrol qilish kerak. O'sha demoqchi bo'lganim, qadriyati yaxshi, Xudoni eslatadigan odam, yaxshi inson, yomon odatlari yo'q inson, shunaqa. Narsa borku, misol uchun sen agar 10 ta milliarder orolga kirgan bo'lsang, sen milliarder bo'lasan degan narsa borku, to'g'rimi, noto'g'rimi? 100% to'g'ri. Hozir shu haqida gaplashyapmiz. 100% to'g'ri. O'sha aytyapman-ku, yoki orzudagi odam bo'lsin o'sha insonni, o'sha insonning oldida bo'lsin. Endi u insonlar oldida yurish uchun ham zaman oddiy odam bo'lish kerak emas-da. Shunaqa, sizdan qanaqadir bir kuchli nimadiringiz bo'lishi kerak-da. Ularga foydasi tegadi. yoki qanaqadir bir yaxshi shogird bo'lishingiz kerak, yaxshi yordamchi bo'lishingiz kerak. U insonlarga bir qanaqadir qiymat bera olishingiz kerak-da. U insonlar oddiy hech narsa, просто tak hech narsa qilmaydi. Просто tak degani, misol uchun men bolalarga aytaman, o'zimni yonimda yuradigan bolalarimga, sen mendan hech narsa o'rganmasang, menga kerak emas. Keldingmi? Bir oy, 2 oy senga vaqt kak mehmon. Keyin nimadir o'rganishing kerak. Men senga har doim o'rgatmayman. Sen просто qarab, yashab, bilib, nafas olib o'rganishing kerak.
Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni odam birinchi o'zi Umuman kelgan holatidan misol uchun azon gapingizni bo'ldim. Aha. Misol uchun men bolalarimizni o'zimni endi komandamiz bizni o'zi umumiy katta, lekin o'zim yaqin atrofimdagi bolalarda men qarayman, agar ular o'smayotgan bo'lsa, ularni oldinda ko'p olib o'tirmayman. potensial yo'qda. Misol uchun mashinasi yo'q, mashinali bo'lishi kerak. Eski mashinada yuradigan yangi mashinali bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lyapti. Fakt bormi? Bor. Tasdiqlovchilar bormi? Bir emas, bir nechta bor. Zo'r. Shuning uchun ular o'smasa yaxshi holat emas bu. Ular o'sishi kerak. Ular doim o'sishi kerak. O'sha hammasi hayoti yaxshilanishi kerak, o'zi o'sishi kerak, dunyoqarashi o'sishi kerak. O'smasa u menga ham xavfli, unga ham xavfli. O'smaydigan odam nima qilaman? Ana unga o'xshaydi-da. Toshbaqaga uchishni o'rgatishni foydasi bor. U uchmaydi-ku, uni qanoti yo'q. Shuning uchun avvalambor toshbaqa bo'lmasligi kerak. Toshbaqa bo'lsa foydasi yo'q. Unga siz o'rgatganingiz bilan uchib ketmaydi baribir. Xo'p, xodim tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Endi hozirgi paytda xodim tanlashda mana bunaqa narsada bu narsa sekinlik bilan yillar, oylar davomida shakllanadigan narsada endi biz qadriyatga qaraymiz. O'sha insonni qadriyatiga qaraymiz. O'sha insonni aktivist, pessimist deymiz-ku, ko'proq aktivistlarga qaraymiz. Aktivist bo'lish kerak. Aktivist degani bu har qanday holatda ham o'sha holatni yaxshi tomonini ko'ra oladi. Pessimist degani har qanday holatda ham bu o'sha joydan bitta minus topib o'tiradigan odam. Aktivist bo'lishga qaraymiz. Aktivist bo'lish kerak. Xo'p, misol yana bitta savol. O'zi necha yoshda uylanish kerak deb o'ylaysiz o'g'il bola? Bu endi biz bir qanaqadir bu sohaning mutaxassisi emasmiz, azamat aytadigan bo'lsam, lekin vaqtli uylanish kerakmi desa, vaqtli uylanish kerak. Sababi qanaqadir noto'g'ri ishlar qilishdan, qanaqadir yomon narsalarni o'ylashdan, qanaqadir noto'g'ri yo'llarga kirib qolishdan ko'p narsadan asraydi. Alloh har bitta insonni o'zini jufti bilan yaratgan, u jufti bilan bo'lsa, aksar hollarda u inson barakali, yaxshi bo'lib ketadi. Yigit kishiga ayniqsa topish tutishida baraka paydo bo'lib qoladi. Vaqtli uylangan yaxshi. Vaqtli endi yoshini hozir men aytsam, men o'zim 30 yoshda uylanganman-da. Shuning uchun bu aniq xulosa ekanda. Aytsam bir narsa deyishlari mumkin, lekin vaqtli uylanish tavsiya beraman. Zo'r. Erkak kishiga yaxshi, o'g'il bolaga. Zo'r. Birinchi uy-joy, mashina qilib uylanish kerakmi yoki yosh uylanish kerakmi? Nima deysiz? Yo'q hali hech narsa yo'q paytida, endi boshlayotgan paytda uylanish kerakmi? Men endi bunaqa narsada birgalikda qilgani yaxshi, menimcha. Birgalikda qilsa, birgalikda erishsa, mazasi bo'ladi, birgalikda o'sadi-da. Birgalikda o'sadi, o'sha ayoli bilan ham birgalikda o'sadi. Er-xotin birgalikda o'smasa, ular oilasi baxtli bo'la olmaydi. Er-xotin birgalikda o'sishi kerak. Misol uchun qanaqadir o'zi o'sib ketadigan tadbirkorlar xotinni ham o'stirish kerak. Agar xotinni o'stirmasa, ularning orasida fikrlash har xil bo'lib qoladi. Yaxshi narsaga olib kelmaydi. O'sha oilani totuvligini, barakasizligini, baxtini, baxtsiz demaymiz, qanaqadir mazza qilib yashamaydigan oila bo'lib qoladi. Xo'p, выгорание bo'lib turadimi sizda? Выгорание qanday chiqib ketasiz? Misol, выгорание deganda o'sha ko'p ishlaysiz, ko'p charchab qolgan holat bo'ladi, yoqmay qolgan holat bo'ladi misol uchun. Shu holatda nima qilasiz? Выгорание nima o'zi paydo nima desa, выгорание bo'lmaslik uchun keling nima haqida gaplashaylik. Bu bo'lmaslik uchun. Выгорание bo'lmaslik uchun hech kimdan hech narsadan kutish kerak emas. Sizni hayotingizda zo'r qilib berish meni qo'limda emas. Sizni qo'lingizda. Harakat qiling, zo'r qiling. Muammoingiz bormi, hal qiling. Menga nimaga aytasiz muammoingiz? Muammoingiz bormi, hal qiling. Yo'q, sizni muammoingizni men hal qilib berishimni kutuvini qilish kerak emas. Mana shunaqa kutuvlar bo'ladi. Kutuv o'xshamagandan keyin выгорание paydo bo'ladi-da. Shuning uchun keling o'sha выгораниеga tushib keyin nima qilasiz masalan, shu tushmaslik haqida gaplashaylik. Tushmaslik uchun kutuv bo'lmasligi kerak. Har bitta inson o'zini hayotiga yoki oila rahbarlari o'zini oilasiga mas'uliyatni o'zini bo'yniga olish kerak. Siz mendagi muammoni men hal qilishim kerak. Meni oilamdagi, meni kompaniyamdagi muammoni men hal qilishim kerak. Siz emas. Misol uchun siz begona bo'ladigan bo'lsangiz, men nimaga sizdan kutishim kerak? Sizda ham o'zingizda problemangiz bor-da.
O'sha uchun kutuvni kamaytirish kerak. Kimdir sizga должен emas, yaxshi qilib berishga yoki nimadir qilib berishga yoki nimadir berishga. O'zingizdan kutuvni qiling, o'zingiz harakat qiling. Shunaqa. Выгораниеga tushganda desak, endi odam hammamiz issiq jonmiz. Eng yaxshisi tabiat qo'ynida pishkom yurish, aylanish, sport bilan imkoni bo'lsa chet ellarda sayohat qilish. Endi bu eng oddiy narsalar. Stressga kirish masalasi-chi, misol uchun stressga qanaqa payt kiriladi? U stressdagi odam qanaqa bo'ladi? Stressga qanaqa kiriladi? Qanaqa kiriladi, qanaqa chiqib ketish kerak u stressdan? Stressga tushib qoladi, ishi o'xshamaydi misol uchun, nolib yuradi постоянно shunaqa holatda. Endi noligan bilan qaniydi biron narsa hal bo'lsa, hammamiz o'tirib birga nolardik. Bizda shunaqa deyman-da bolalarga. Keling, bo'lmasa hammamiz yig'ilamiz, birga o'tirib noliymiz. Nimadir o'zgarsa. Nimadir o'zgarsa agar, mayli men roziman, men tanishlarimni ham chaqiraman, biz bilan birga o'tirib nolaydi. Stress, azamat bunaqa narsada stress hayotni to'g'ri qilsak stress bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Misol uchun ibodatingizni qiling. Harakat qiling, to'g'ri ovqatlanishga, harakat qiling, sport bilan shug'ullanishga, harakat qiling, aktiv hayot yashashga, harakat qiling, ko'proq hayotda harakat qilishga, harakat qiling, orzu maqsadni ko'paytirishga. O'shandagina men o'ylayman stress bo'lmaydi. Sababi stress bu to'xtab qolgan odammi, shunaqa narsa tushunaman-da. Endi u ishda bo'ladigan narsa, u hech narsa qilmaydi. U bo'ladigan narsa. Muammosiz ishni o'zi yo'q bu hayotda. Hamma ishda bor muammo. Hozir kimdir bitta odam ko'radi-da, mana bu odam nima deydi, o'zining shaxsiy samolyotlari bor odamni ko'radi, bunga maza bo'lsa kerak, u bu deydi, lekin uni bitta ichidagi problemasini chiqarib bu odamga bersangiz, butun umr o'ziga kelmasa kerak. Shunaqa uni ichida demoqchi bo'lgan shunaqa katta dardi, shunaqa katta problemasi bor u odamni hamda. Ustozimiz bittasi aytadi-da, muammoni katta kichigi bo'lmaydi. Odamni katta kichigi bo'ladi. Misol uchun hozir men bilan sizga hozir men shaxsiy samolyot haqida gapirdik. Shaxsiy samolyot haqida o'ylash bu nerealniroq narsaga o'xshaydi-da. Lekin Donald Trampga shaxsiy samolyot haqida o'ylash muammo. Nechta kerak deydi-da. Misol uchun yoki tillalimi, birlantami qanaqa bo'lishi kerak. Shu uchun demoqchi bo'lganim stressga tushmaslik uchun hayot tarzini yaxshilash kerak. Men o'ylayman, agar shu qiynalib ketayotgan bo'lsa, ibodat qilish kerak. Allohdan so'rash kerak, yaxshi bo'ladi. O'sha har qanday holatdan o'sha birovdan kutuvimizni ham o'sha birovdan qilmaylik, Allohdan so'raylik. Hammaga beradigan Alloh-ku. Nima qilamiz biz uni birovdan so'rab, bandasidan so'rab. O'zidan so'raylik. Kimdirlar misol uchun O'zbekiston sharoitida $1 million yoki $10 million oyiga topib bo'lmaydi bo'lishadi. U rostdan ham shunaqami yoki misol har xil ramka bo'ladimi orasi? Bu odamni o'zini fleshkasi, endi fleshka degani dunyoqarashiga bog'liq-da. Bor unaqa pul topayotganlar O'zbekistonda. Undan ko'p topayotganlar O'zbekistonda bor. Kim bilan gaplashayotganingizga bog'liq, to'g'rimi? Hech u misol uchun bunaqa narsada bitta odam bilan gaplashasiz. U odam 5 million pul juda katta, u inson uchun juda katta muammo. Da u pul. Lekin kimdir misol uchun bitta joyda o'tirib opet ujun qilganiga undan ko'p pul to'lab yuboryapti-yu. Lekin o'sha insonning holatini eshitib o'tursangiz, o'sha inson uchun o'sha juda katta pul. O'sha dunyodagi eng og'ir muammo uni boshidagidek his qiladi-da o'zini. Lekin aslida unaqa emas, bu insonning o'ziga bog'liq. Insonni o'ziga bog'liq. Siz aytayotgandagi summa ishlayotganlar O'zbekistonda bormi? Bor. Bir nechta. U narsa iloji bormi? Iloji bor. Qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Shunaqa. Bu anaqada, misol ramka deganda o'sha Elon Musk misol uchun $1 million desa, nima u deydi-da? Unga milliardlar qiziqda, kimdirlarga million qiziq, kimdirlarga 10 ming qiziq. U o'zini o'sha qo'yayotgan ramkasiga bog'liq. Конечно, mana даже o'sha Elon Musk deganingizga qaysi yangiliklarda eshitdingizki Elon Musk $100 million yo'qotibdi yo $500 million yo'qotibdi deb. Hech qachon yozmaydi, e'tibor qiling. Faqat milliard bo'lsa yozishadi. Millionga problem emas. Kunlik, soatlik holatda faqat milliardda yozishadi. E'tibor qiling. Falon milliardga kamaydi, falon milliardga ko'paydi deb yozadi. Inson darajasiga bog'liq hamma narsa. O'zi mana O'zbekiston sharoitida katta o'sha $1 million topish uchun nima qilish kerak?
kalla bo'lish kerak. Ishlash kerak. Misol uchun shunaqa oddiy savol, banalniy savol bo'lishi $1 million topishni har qaysi sohada topsa bo'ladi. Любой sohada topsa bo'ladi. Umuman sohani qizig'i yo'q. Umuman sohani qizig'i yo'q. Даже tumanda topsa bo'ladi. Даже rayonda topsa bo'ladi. 10 million bo'lsa, уже viloyatga chiqish kerak. 100 million bo'lsa, уже respublika darajasiga. Hozirgi sharoit tushunamiz kerak. 100 o'sha milliardga chiqadigan bo'lsak, o'sha dunyo bozoriga yoki O'rta Osiyo bozoriga chiqish kerak. A tek $1 million har qanday ishda, любой ishni topsa bo'ladi. Bu sohada eng zo'r Любой sohada topsa bo'ladi, da. Любой sohada rivojlanib, zo'r pul topsa bo'ladi. Buning uchun aniq bir formula yo'q. Shu o'zingiz sohaga zo'r bo'lishingiz kerak. Xuddi shunday o'zini sohasi zo'r bo'lishi kerak. Zo'r. Xo'p, Zavqniki agar Nurota sizga hech qanaqa pul bermasa ham, baribir shu yo'ldan ketarmiz, ya'ni shu qurilishlarni quravergan bo'larmidingiz? Qilyapmiz-ku. Xuddi shunday. Nimaga? Maqsad bu yerda pul emas-ku. Shu domlarni qurish maqsad. Qurayapmiz uni. U kimgadir, nimagadir bog'liq narsa emas. Avval ham Xudoga bog'liq narsa. Xudo xolisa quramiz uni oxirigacha. O'zim ham Nurotani biznes imkoniyat sifatida ko'rdingizmi yoki burs sifatidami? Ko'pincha burs sifatida. Biznes, Toshkentda biznes qilamiz-ku. Men Toshkentda biznes qilaman. Hozirgi paytda Xudoga shukr, международный, xalqaro darajasida bizneslarim qilamiz. Ya'ni Tojikiston, Rossiya, mana hozir nasib bo'lsa 2026-yil Yevropa bilan hamkorlikda bizneslar boshlayapmiz. Nurotani katta bozorda biznes qilib yurgan odamga menimcha Nurotada borib biznes qilish bu biznes sifatida qaralmaydi. Biz naborot tepaga qarab ketyapmiz. Biznes tomonidan qaraydigan bo'lsak, biz oldinlab ketyapmiz, boshqa tomonga qarab ketyapmiz. Maqsadlarimiz katta biznes yo'nalishida. Zo'r. O'zim ham mustaqil rezidens qachonga bitadi? To'g'risi 27-yil. 27-yil to'liq bitadi. Nasib. To'liq ta'mirlangan holatda topshiriladi. Endi shunaqa qarorga keldik, shunaqa deb va'da berdik, shunaqa qilamiz. Boshqachasiga muammo bo'ladi deb o'yladim. Men sababi o'sha aytdim-ku, uylarni korobka topshirsak, birinchi masala uni biz podyezdlarni, fasadlarni hamma yo'g'ini chiroyli remont qilib berganimizdan keyin odamlar uni remont qilib ichiga kiraman deguncha narsa tashiydi, rastvor tashiydi, qop, mebel olib kiraman degancha hamma yo'g'ini abdalasini chiqaradi-da. Shuning uchun o'zimiz remont qilib beramiz deydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ertaga odamlar u yoqqa ko'chib yashagandan keyin hamma komfortni, tinch, maza qilib totuvda yashash kerak-da. Agar biz hozir misol uchun remont qilmasdan beradigan bo'lsak, kimdir sirasi remont qiladi. Sharoiti bor, imkoniyati bor. Kimdir uni 2 yildan keyin remont qiladi. Bu yillar davomida remont davom etadi-da, tushunyapsizmi? Ya'ni bu yerda qo'shni ham misol uchun yosh bolalisi bor, yosh kattalisi bor, kasali bor, sog'lomi bor. Misol uchun shovqin qilsa, hozir o'zingizga ham uyingizda shovqin qilsa, yosh bolalar bo'lsa ham o'zingiz masalan navqiron yigit bo'lsangiz ham yoqmaysiz, jahlingiz chiqadi nimaga shovqin qilyapti debdi. Shunaqa narsalarni oldini olish maqsadida shu o'zimiz remont qilib, hammanikini bir xil qilib beramiz degan maqsadga qaror qabul qildik. Zo'r. Men bu odamlar ko'pchilik so'raydi, mustaqil rezidensda gaz bo'ladimi deb. Gaz bo'lmasligi aniq, chunki davlat taraflama qo'yilgan qonun deymiz, qonunchilik deymizmi, o'shani tushuntirib bersangiz qanaqa bo'lishini. Xo'p, 2025-yildan ushlab ko'p qavatli uy bo'ladimi, oddiy uy bo'ladimi, hech qaysi uylarga gaz, to есть ko'p qavatli uylarga toshdan gaz berilmayapti. Oddiy aholiga qisman berilayotgan bo'lishi mumkin, qaysi joylarda hali anavi yetib bormaguncha. Atak hozir o'sha aholiga ham gaz berilmaydi. Sababi gazdan tanqislik chiqyapti va boshqa muammolar bor. Bunaga ko'p qavatli uylar hammasi elektrический anaqaga stilga o'sha o'tadi. Bu narsa azamat biz uchun yangilikda, lekin boshqa hamma davlatlarda elektritsiyasi bilan domlar, Rossiyada, Yevropada, misol uchun Rossiya, Koreya, Yevropada bizda ishlab kelgan bolalar bor, ular bilishadi. Men misol uchun o'zim 10 yil oldin, 15 yil oldin Rossiyada bo'lganman. Men bilardim, 30-40 etajli domlar hammasi elektritsiyasi. Zo'r. Bizda sovuq, unaqa kuchli sovuqlar yo'q. Rossiyada -30, -40 gradus, qaysidir joylarda 50 gradusgacha sovuq bo'ladi. Bizda sovuq yo'q-ku. Xudo xolasa biz qilayotgan bu eng zamonaviy zo'r loyiha bo'ladi. Nasib bo'lsa, mana hali showroomlar ham qilib bitirib ko'rsatamiz. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Birinchidan biz hozir o'sha ligotni loyiha bo'lganligi uchun anonda aytdik, odamlar faqat
tokka gaz pul to'laydi, tokka pul to'laydi. Tokda ham o'sha biz ligodniy nimada bo'lganimiz uchun shunaqa zamonaviy loyiha va bizniki elektritsa gaz ta'minlanmaganligi uchun tokda 50% bizga skidka bo'ladi. 50% chegirma bo'ladi. Undan tashqari, unda aytgandim sizlarga, sonishni biz batareya qo'yamiz. Sonishni batareyalar qo'yamiz. Sonishni batareya ham o'sha 50% ham qaysi qismini sonishni batareya beradi. Svet xudo xolasa umuman u yerda o'chmaydi. Misol uchun, sentralni o'chganda ham bu yerda o'zini sonishni batareyalari bo'ladi. Qo'shimcha tok bilan ta'minlab beradigan. Qishda misol uchun svet o'chib qolsa sovib ketadi deganlarga savoliga javobda bu. Sonishni batareya ta'minlab beradi. Sonishni batareyani zaryadi tugab qolsa, u yerda avtomatik yoqadigan generatorlar qo'yiladi. Generator ta'minlab beradi. To есть xudo xolasa tok umuman o'chmaydi u yerda. Har taraflama o'sha ekonomичный, o'sha hozir zamon talabi bo'yicha uzluksiz bo'ladi. Shu bugun ertalab shunday odam ertadan ko'nglim buzildi, g'ash bo'ldi. Navoiy shaharda bitta oila, butun oila gazsiz o'lib qoldi. Gaz isi Yevropa, Rossiya rivojlangan davlatlarda uyda gaz bor desa qo'rqib ketadi ular. Juda ham xavfli aslida. Endi biz o'rganib, ko'nikib ketganligimiz uchun shu narsaga o'rganib qolganmiz. Ovqat pishirishlari ham, boshqalari ham hozir bizni sotuv ofisimizda ham ataylab olib bortirib qo'ydirdim. Shu yerga ko'rsin odamlar, что bor. U gazdan ham zo'r. Xuddi o'sha gaz qiladigan ishni qiladi. Zato xavfli emas. Mani ham ertaga ko'nglim, yuragim tinch, uyimda uxlayman-da. Xudo xolasa gaz masalasi umuman gaz borli domlardan zo'r bo'lishiga kafolat, xudo xolasa. Zo'r. Yaxshi. Nurota bo'yicha qanaqa gaplar bor? Nurota bo'yicha gapirsa gap ko'p azamat. Imminni mana shu o'zimizni loyiha bo'yicha unda ham aytgandim. Odamlar, misol uchun, to есть kimdir bizga keladi, kelmaydi, u hammasi Allohdan. Ikkinchi masala bu, hozir odamlar olishsa, men yana qayta takrorlayman, arzonroq olishadi. 24 oyga bo'lib foizsiz to'lash imkoniyati. Hozirgi paytda faqatgina. Hozirgi payt. Ertaga xudo xolasa men o'ylayman, o'sha fevral bo'lsa, mart oylaridan o'sha uylarimiz bitishni boshlaydi sekin-sekinda. Yangi yildan keyin o'sha gazobloklarni ko'tarishni boshlasak, o'sha uylarimiz birinchi 40ta, keyin yana 20ta, 60ta, xudo xolasa mart-aprel oylarida o'sha birinchi liniyamiz bitadi. U degani 100 ta kvartira, 15 ta magazin bitadi u yerda. Misol uchun bitgandan keyin biz o'sha majbur bo'lamiz uni, yoki o'sha oladigan xaridor 100% pulni to'liq to'lash kerak o'zidan, yoki uni bank orqali bizdan kredit qilib olish kerak bo'ladi. Agar bizda hozir o'sha to'lov qilib oladigan bo'lsa, biz 24 oy muddat ichida unga o'zimiz bo'lib to'lashni imkoniyatini qilib beramiz. Foizsiz o'sha qanaqa narxdan olsa o'sha narxdan, hech qanaqa foiz penya ustiga qo'shilmaydi. Keyin oladigan bo'lsa, значит, bank orqali oladi. Men hech qanaqa kimnidir, nima deydi, переубеждать deymiz-ku, o'sha давай san ol degan yo'q, unaqa narsa yo'q. Просто bu bir aytyapman, чтобы ertaga 6 oydan keyin, 1 yildan keyin holat o'zgaradi, narx o'zgaradi. O'sha nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapman. Hech kimni biz kimnidir nimasigadir ishonib boshlamaganmiz. Biz Xudoga o'zimizni nimamizga, planlarimizdan kelib chiqib bu ishni boshlaganmiz. Xudo xolasa ishimiz jadal ketyapti. Nasib bo'lsa, o'sha bir narsalar demoqchi bo'lgan odamlar qisqa vaqt ichida hammasini ko'radi nasib bo'lsa. Hamma narsa rezultatini aytyapman, odamlar gapirishmasdi, nimadir qilib ham ko'rsatishsin kansa-kanso. O'sha o'tirib bir narsa deydigan odamlar, ular o'ziga birinchidan gunoh qilyapti-da, birovni orqasidan g'iybat qilib. Ikkinchidan, men unaqa insonlarga achinaman. Ular hayotda, jamiyatda o'zi hech narsa qilmagan-ku, nima qiladi bir narsani gapirib. Yaxshilikda eng kichkinasi bu o'sha birovga yomonlik qilmaslik ham bu o'zi yaxshilik. Shunaqa. Ikkinchisi bu xuddi shunga o'xshash gap bor. Kambag'al boy haqida gapiradigan bo'lsak, kambag'allarga eng katta yordam ulardan biri bo'lmaslikda. Tushunasiz? Kambag'allarga eng katta yordam ulardan biri bo'lmaslik. Kambag'allar soni bittaga kamayadi. Tushuntira olyapman. O'sha uchun demoqchi bo'lganim, xalqimizga hozir zamoni o'zgarib ketgan. Hozir tadbirkorchilik davri, hozir tadbirkorchilik qiladigan davr, o'tirib birovni gapiradigan davr emas. U birov o'tirib gapirgan bilan holatni o'zgartira olmaydi, o'ziga o'zi og'ir qiladi, o'ziga o'zi battar qiladi, hayotdan xafa odamlar. Undan ko'ra chiqsin, bir narsani ko'rsatsin, oilasi uchun qilsin, men uchun qilmasin. Oilasidan ortsa yaqinlari, undan ham ortsa xalqi uchun qilsin nimadir.
to'g'risidan bir narsa degandan ko'ra lutf nimadir qilib ko'rsatishsin, ko'raylik shularni. Mana qilib ko'rsatishsin oldin. Shuning uchun demoqchi bo'lganim Nurota loyihasiga azamat, xudo xolasa bu loyiha Nurotadagi men aniq ayta olaman, eng muvaffaqiyatli loyihalardan biri bo'ladi. Men buni xudo xolasa xalqimizga ham, Alloh taolada ham niyatim shunaqa, o'sha viloyat hokimi, shahar hokimi va katta rahbarlarning hammasida majburiyatni bo'ynimga olganman va buni xudo xolasa qisqa muddatlar ichida o'sha etap bosqich qilib ko'rsatamiz. Bu loyiha Nurotadagi eng ko'rkam loyihalardan biri bo'ladi, nasib bo'lsa. Xo'p, endi bu ertalab rutiningiz qanaqa sizda? Ertalabdan yutmagan odam hayotini yutqizgan bo'ladi degan narsa bor. O'shanga qanaqa qaraysiz? Ertalab kun tartibi sizda qanaqa? Kun tartibim, azamat, kun tartibim Toshkentda bo'lsa aniq. Toshkentda uyimda bo'lsam kun tartibim aniq. Ya'ni ertalab bomdod namozidan keyin, hozirgi paytlarda ayniqsa zalga ketaman. Zaldan keyin 9:10 da chiqaman, 9:10 da ishga sho'ng'ib ketaman. Shu bilan ish ketdi. Qaysi paytlar bo'ladi, kechgacha qolib ketaman ishda, qaysi paytlar bo'ladi, shom namozida uyga kelaman. Xo'p, hafta davomida shunaqa bo'ladi. Endi uchrashuvlar, asosiy meni uchrashuvlarim ertalabdan soat 2 gacha, obed paytigacha uchrashuvlar qilib olaman. Obeddan keyin o'sha ishxonalar, qaysidir ishxonaga boraman. Boshqa kun, masalan uchun dushanba kuni staloylarga borsam, seshanba kuni do'konlarga boraman, chorshanba kuni ta'lim sohasidagi biznesimizga boraman. Xuddi shunday. Xo'p, agar Toshkentda paytim shanba yo yakshanba kun oilaviy kun. Oilaviy kun qilishga harakat qilaman. Doim qilamiz buni. Misol uchun bo'ladi, bolalarimni o'zim qayerlarga aylantirib kelaman, bo'ladi. Misol uchun har haftadan keyin bir toqqa chiqib ketamiz, tog'da dam olib kelamiz, hokazo. Shunaqa. Chet elda bo'lsam endi har xil. Chet elga ham 70% holatlarda ham sayohat, ham biznes bo'ladi. 30% holatlarda dam olish bo'lmasa, hatto 70% holatda meniki biznes bilan aralash bo'ladi. Xo'p, viloyatda paytim endi aniq viloyatda ham xuddi shunaqa tartib. Ertalab uydan chiqib ketamiz. Viloyatda hozir bizni Nurotada unaqa yaxshi zamonaviy sport zali yo'qligi uchun sportimiz Nurotada paytim bo'lmaydi. Buni qilamiz xudo xolasa. Nurotada bitta chiroyli sport zal qilish niyat bor. Bu ham bir yangilik sifatida aytib qo'yaylik. Nurotada bir zamonaviy, chiroyli, zo'r sport zal qilamiz. Zo'r, xudo xolasa. Xo'p, shu asosiy ish, meni bir bo'sh vaqtim bo'lmaydi ham, bo'lmasa ham viloyat. Zo'r. Chetga chiqish bo'yicha qanaqa qaraysiz? Odam o'zi chetga chiqib turish kerakmi? Safarlar qilish kerakmi? Bor odam chiqish kerak, imkoniyati yo'q odam orzu havas qilish kerak, harakat qilish kerak va baribir chiqish kerak, конечно kerak. Yangicha narsa, dunyoqarashi kengayadi odamni. Biz imkoni yo'q, biz iloji yo'q degan narsalarni qayerdir joyga borib ko'rgandan keyin iloji borligini bilamiz. Iloji borligini bilamiz. Eshitgandan ko'rgan yaxshiroq-da. To'g'ri, chetga chiqish imkoniyati borlar menimcha chiqadi, o'zi tak. Imkoniyati yo'qlar orzu qilishsin, havas qilishsin, chiqishsin. Harakat qilishsin, chiqishsin. Chiqish kerak. Mana o'zingiz 18 yosh bo'lib qolganingizda nima maslahat bergan bo'lardingiz o'zingizga o'zingiz? Nima maslahat bergan bo'lardim? O'zingizga. Boyaga aytgan gapimda azamat yana. Baribir o'zim aytgan gapim, bu meni prinsipim bo'lsa, bu qaysidir joyga kelgandan keyin meni prinsipimga aylangan bo'lsa, baribir yoshlikda men uni qaysilaridir qilmay qo'yganman-da. Ya'ni demoqchi bo'lganim, boya aytganim, bir ishni qilmay pushaymon yegandan ko'ra qilib pushaymon yeyish. Qilgan bo'lar. Men o'zimga aytardim, qarorchi, bir ishni qilmay pushaymon yegandan ko'ra qilib pushaymon yey og'ayni deb o'zimga aytardim. Shunaqa. Zo'r. O'zingizni 10 yildan keyin holat qanaqa ko'rasiz? Kelajakda 10 yildan keyin qaysi tochkada ko'rasiz o'zingizni? Endi niyatlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, 10 yildan keyin xudo xolasa niyatlarimiz ko'p azamat. Niyat, maqsad ko'p. Niyat, maqsadlardan birinchi yana o'sha qaytamiz, bu o'zimizni shu nimamiz turibdi. Nurota shahrimiz turibdi. Nurota shahrida hozir biz 4 ta 5 ta loyiha qilganimizdan keyin mana buni o'sha ko'rayotganlar, eshitayotganlar hamma aytasizlar o'shanda. Kim bunaqa odamlar safimizga yana qo'shiladi deb o'ylayman. Ular safimizga qo'shilsa kiymovlarga qo'yib beraman. Shu ishda. Biz sababchi bo'laylik, qilib ko'rsataylik, kimdir namuna bo'lish kerak-ku. Sizni oilangizda kimdir bir ulug' inson, buyuk inson chiqmagan bo'lsa, bir siz bo'ling mayli.
Nimaga kimnidir kutish kerak? Baribir kimdir birinchi bo'lishi kerakmi? O'sha inson siz bo'ling. To'g'risida o'sha uchun biz hozir boshlab beryapmiz. 1 yil, 2 yil, 3 yil biz bir ozgincha rivojlanishga hissa qo'shganimizdan keyin 4 ta 5 ta ish qilib ko'rsatganimizdan keyin Xudo xolasa umidim katta bizni o'sha joyimizdan ham yana boshqa bolalar ham chiqadi. Katta Ularning soni ko'paygandan keyin men o'zlariga qo'yib beraman. Boshqa qiladigan ishlarim ham ko'p. Xudo xolasa undan katta maqsad, niyatlar ko'p. Hot bizni Nurotali bo'yicha aytadigan bo'lsak, hozir yoshi katta, qari hammalariga tavsiya beradigan narsam endi men hozir oldinga qarab yuradigan bo'lsak, perspektiva bu Nurota sohasida mana shu yaqin yillar ichida eng rivojlanadigan narsa bittasi bu turizm. Turizm bo'yicha qilishsin nimadirlar. Va hech farqi yo'q, qilishsin nimadirlar. Men Xudoga shukr 50 ga yaqin davlatda bo'ldim o'sha. 50 ga yaqin davlatda bo'ldim. Bir saranglarimizda 45 tadan oshgan edi. 50 ga yaqin davlatda bo'ldimda. Misol uchun buning ichida Yevropa ham bor, Shvetsariya, Parij, tam Dubay, Turkiya hammasida. Ya'ni men ularda borib, misol uchun Parijda deylikda, Parijga bir yilda 80 million ta odam borar ekan. Turist. 80 o'shani hisobiga ham boyda u davlat. 80 million ta turist borar ekan, 80 million ta turist nimaga boryapti u yoqqa desangiz, ana bitta nimasi bor. Serkov deydimi ular, serkov bor, bitta Eiffel bashni bor. Boshqa hech narsasi yo'q. Bizni Nurotani bilasiz, Nurotada bizda haqiqiy исторический joylar bor. U narsalar yasama emas. Turkiyada juda ko'p narsalar искусственный qilingan, yo Dubayda juda ko'p narsalar искусственный qilingan. Bizda искусственный emas, bizda haqiqiy, tabiiy, originalniy joylar bor. Biz agar uni dunyoga tanitsak, biz eplab bo'lmaydigan darajada zo'r bo'lib ketamiz. Tanitish kerak uni dunyoga. Kimdir borsa inglizchani o'rgansin, kelsin, gidlik qilsin. Nurot, men hozirgi paytda men Nurotani tarixini zo'r bilaman deydigan odam, o'sha Chashma ziyoratgoh tarixini zo'r bilaman deydigan odam chiqsin, men unga o'zim ish topib beraman. Tilni o'rgansin. Har xil tilda o'rgansin. Hozir misol uchun men o'ylayapman, mana shu yaqin 1 yil, 2 yil ichida Nurotaga eng katta kerak rivojlanadigan sohalardan bittasi bu turizm. Biz o'zimiz ham shu yo'nalishda qiladigan ishlarimiz bor, Xudo xolisa. Turizm zo'r rivojlanadi. Turizmda bu juda bir umumiy mavzu, katta narsa bu. Turizmning ichida har qanaqa narsalar qilish kerak. Mana tovoq, idish, to есть Yevropadan olib kelish kerak emas. Shu bizni o'zimizda bor narsani to'g'ri upakovka qilib turistlarga berish kerak. Yevropadan keladigan turist, chet eldan keladigan turist, ular ana dut free narsasini olib ketishga kelmaydi. Ular o'sha ko'proq ana o'sha Nurotani yoki o'sha bizni haqiqiy milliyligimizda nimaligini ko'rgisi keladi. Misol uchun kimdir bizda kashta deydi, kiyim deydi, milliy narsalar deydi, kulolchilik deydi. Даже oddiy qurt semichkalar ham. Mana Ermak kompaniyasi $1 trillion oborot qilyapti, trillion so'm oborot qilyapti. Men xursandman, shunaqa tadbirkorlar bor. Men haqiqatan oddiy qurtdan boshlangan biznes-ku shu Valxon akaning misol uchun bizneslarini ko'rsada, Ermak brendi. Qurt bo'ladimi, semichka bo'ladimi, boshqa bo'ladi, juda ko'p yo'nalish, juda katta yo'nalish bu. Misol uchun bizda nimaga biz imonni Nurotada vodiycha non yo toshkentcha non qilib sotishimiz kerak emas? Haqiqiy Nurotani noni qanaqa bo'lishini ko'rsataylik turistlarga. Haqiqiy Nurotachasi qanaqa bo'lishini ko'rsataylik. Nimaga biz kimnidir anaqa qilishimiz kerak, taqlid qilishimiz kerak, yoki kimnidir paftor qilishimiz kerak. O'zimiznikini ko'rsataylik, turistlar shunga keladi aslida. Turizm bu. Undan keyingisi anaqa ishlab chiqarish. Bizda ishlab chiqarish zo'r bo'ladi. Ishlab chiqarishni zavod qila oladiganlar zavod qilsin, zavod qila olmaydiganlar o'sha ishlab chiqarishlarga kerakli mutaxassis yo'nalishlari bo'yicha o'rganishsin. Sababi xitoyliklar, men o'zimni yaqin og'aynim, mendan yaqinda so'radim, bitta odam tavsiya berdim. 10 million, 15 million, 20 milliongacha oylik berishga tayyor. O'sha mutaxassis, o'sha kadr yo'q. Ularga hozir misol uchun xitoyliklarnikini ham o'sha Navoiylik bo'ladimi, Toshkentlik bo'ladimi, vodiylik bo'ladimi, har bitta tadbirkorning korxonasida borsa, asosiy xodimlari ular prosta ishonchli deb Toshkentdan yo Xitoydan olib kelib qo'yayotgani yo'q. O'sha Nurotada shu mutaxassis yo'qligidan olib kelib qo'yapti. Shu toshkentlik og'aynim bu yoqqa o'zini odamlarini olib borib qo'yganning sababi bizda o'sha mutaxassis yo'q. Bizda o'sha anavi yo'q, o'sha kadr yo'q bizda. Ularga u kadr двойной qimmatga tushadi. Toshkentdan borgan odam kvartira qilib berish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak, uni bosh og'rig'i ko'p. Bizda bo'lsa oladi shular jon deb shunaqa mutaxassislar. Undan keyingisi o'sha boyama aytganda
marketing sohasida, sotuv sohasida, finansistlik sohasida mana shu sohalarni ko'proq o'rganishsin. Tilni o'rganishsin. Mana hozir o'sha bizni Nurotani tarixini o'rganib, tilni bilgan odam aniq bilaman, qanaqadir biznes yaratsa bo'ladi-da u yerda. Uni qilish kerak. Uni bitta odam hammasini qila olmaydi. Uni butun xalq, uni ko'pchilik bo'lib qilish kerak. Ya'ni, misol uchun hozir turistlar keladi. Deylik, anglichanlar keladi. Bir avtobus bilan anglichanlar keladi. Bechoralar o'zi aylanib yurib bir narsalar qilish kerak. Yo'q, bitta bola chiqsin-da, aytsin, misol uchun, mana bizni uslugamiz, bizni xizmat ko'rsatishimiz $100. Men sizlarni aylantirib chiqaman. $100 pulini olsin, aylantirib chiqsin, o'sha anglishada unga tushuntirsin nima joyligini bu yerda. O'sha men Turkiyada ko'rsangiz, oddiy narsani aytib beraman, shu bularga ideya bo'lishi uchun. Turkiyaga borasiz, oddiy shofir bo'ladi, sizni olib yuradigan. O'sha shofirni o'ziga shunaqa programma joylashtirilgan. Abi deydi, "Men bu yerda zo'r shokolad bor" deydi. "Kir, olmasang ham bitta yeb ko'rdi" deydi. Olib kiradi. Siz yeb ko'rasiz. Olasiz. Abi deydi, "Men bu yerda paxlava" deydi, "zo'r paxlava qiladi, yur" deydi. "Yeb ko'r, prosta olishing shart emas" deydi. Paxlava yediradi, olasiz. Abi deydi, "Men bu yerda bunaqa zo'r narsa bor" deydi. Aylantirib pulingizni ishlatadi. Bu biznes, bu normal bu. Nurotda ham shunaqa narsalarni qilish kerak. Qancha turist keladi? Men yaqinda aniq ma'lumotni olganim, bir yilda 100 mingtagacha faqat turist kelar ekan. 50 mingta turist, 50 mingta anaqa mahalliy aholi, 100 mingta odam. Hozir 100 mingta odamni $50 dan hisoblaganda qancha pul bo'ladi? $100 dan hisoblaganda qancha pul bo'ladi? O'shalarga xizmat ko'rsatish kerak. Bizda yo'q infratuzilma. O'shalarni qilish kerak. Har bitta odam bitta sohasini ushlasin. Ziyoratgohimizni atrofida zo'r kafelar ochishsin, zo'r restoranlar ochishsin, zo'r shirinlik pishiradigan joylar. Bular bo'lmaydi deyishdan boshqa yoqqa o'tadi. Bo'ladi, uni zo'r qilib qilish kerak. O'sha kelgan odam oldin uni qilib ko'rsatish kerak-da. Keyin o'sha odam mana shu yerga borsam shunaqa narsa bor deb kelsin. Shunaqa narsa qilish kerak. O'sha polniy infratuzilmani turizm bo'yicha bizda xudo xohlasa juda katta yangiliklar, juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Qilishsin soha. Ish juda ham ko'p. Ish hamma joyda ko'p. Faqat uni qilish kerak. Qila oladigan odam hamma joyda ishini qilib ketaveradi. Qila olmaydigan odam qilmaydi ham, u birovni ham qilishga ko'rmaydi. Bizda yana bitta asosiy og'riqli masala bor. Odamlar bitta narsadan voz kechish kerak. Birovni quloq solishdan. Men o'ylayman, o'zinglar bilan bo'lgan holatlarni ko'rdik. Bularning hech qaysini o'zini kallasi yo'qmi ham deb har doim o'ylanib qolaman. Bu eng qoloq insonni nimasi bu? Eng qoloq inson. Insonni o'zini, har bitta insonga, nimaga bitta oilaga bitta kalla bermagan-ku Alloh? Har bitta insonga o'ziga alohida kalla bergan, miya bergan, aql bergan, qalb bergan. Bular o'zini qalbi bilan ishlasin. Ana bunday desa hamma gapiga ishonib, unaqa bilan bizda rivojlanish bo'lmaydi. Odamlarning o'zini fikri bo'lishi kerak. Yo'q, juda ko'pchilikda bu narsa yo'q, bu haqiqat bu. Og'riqli bo'lsa ham eshitishsin, gapirishsin, bilishsin shunaqaligini. To'g'risi, mana bunaqa narsada menda deylik mashinam yo'q-da. Siz mendan kelib, "Aka, men mashina olmoqchiman, nima deb maslahat berasiz?" desangiz, katta ehtimol bilan men sizga nima maslahat beraman? Mashina olmadingmi? Nima qilasan mashina olib deyman-da. Tushunasizmi? Bu hayot qonuni. Ana uni Warren Buffett yaqinda bitta zo'r nimasini o'qib qoldim. Rolls-Royce minmoqchi bo'lsang deyapti, Toyota'da yuradigan odamdan maslahat so'rama deyapti. Oddiy qilibdi. Hozir men aytayotgan narsamning sal boshqacha nimasida, bu boshqacha tomon, boshqa rakursdan qarasa. Shuning uchun demoqchi bo'lgan, har bitta inson o'zi qaror qabul qilishi kerak. Sizda даже oddiy chaqaloqda ham bor-da hasad degan narsa. Bir ish qilmoqchimisiz, o'zingiz qiling. Agar siz birov bilan bilsa, psixologlar ham, butun dunyoni psixologlar aytayapti, sen bitta ish qilmoqchi bo'lsang, hech kimga aytmasdan qil, bo'lmasa u ishing bo'lmaslik ehtimoli kattalashib ketaveradi. Orzu, havas, yaxshi ish, to'g'ri ish qilyapsizmi? Qiling o'zingiz, bo'ldi. Uni Alloh sizni qalbingizga bekordan bekor solmaydi. Alloh bir nimaga, ulug' insonga savol berilganda, biz mana Allohdan so'raymiz. Alloh bizga bergan, bermaganni qanaqa ko'rsatkichlari bor, bilsa bo'ladi degan savol berganda, shu odamga shunaqa javob berilgan ekanda, Allohdan so'ragan narsamizni Alloh bizni miyamizga soladi. Miyamizda o'sha narsa aylanishni boshladimi, значит, Allohning berganini ko'rsatkichi shu. Qolgani o'zi o'zimizning ishimiz. Misol, sizni ishingizga, miyangizga
tam qanaqadir zo'r mashina minish Gelenvagga agar keladigan bo'lsa, значит siz uni harakat qilib olishingiz kerak. Allohning bergani shu. Alloh bizni miyamizga solib qo'yadi. Bermaydigan narsani Qolganini tasavvur qildirmaydi-da. qolgani, конечно, bermaydigan narsani tasavvur qildira olmaydi. O'sha uchun baraka topkurlar, tasavvur qildiryapsizlarmi? Qilinglar o'zinglar. 58 ta odam bilan maslahat qilasizlar. Maslahat qilgan odamlaring ham mayli edi, bir yaxshi odam bo'lsa-da. Hayotdagi bir hech narsaga erishmagan odamlar bilan borib maslahat qilishadi-da, oxiri ana u ishni qilishmaydi. Unaqa bo'lish kerak emas. Odam O'zini fikr bilan yurish kerak-da. inson Allohdan zo'r bo'la olmaydi. Alloh bir narsani, mana bu narsani sizga nasib qildirgan bo'lsa, hech qaysi inson uni sizdan olib qo'ya olmaydi. Alloh mana bu narsani sizga nasib qildirmagan bo'lsa, uni hech kim sizga nasib qildira olmaydi. O'sha uchun eng muhim narsa bu eng qoloqlik darajasini ko'rsatadigan narsa bu o'z miyasi bilan, o'z fikri bilan ishlamaslik. O'zi o'ylash kerak, o'zi qaror qabul qilish kerak, o'zi qilish kerak. 58 ta odam bilan voy aytyapman-ku, misol uchun siz mendan mashina olaman yo bir narsa olaman deb. Birinchi narsa bu men bilmagan holda Alloh bizni shunaqa yaratgan. Balki hasadgo'yligimdan xohlamasman u narsani sizni olishingizni. Balki aqlim yetmasganligidan sizga. Meni darajam shunaqada. Matiz olmoqchi bo'lsangiz, borib Pradoda yuradigan odamdan so'rab ko'ring. Sizga aytadi, "Ukam, zo'rini ol Matizni" deydi. Lekin siz Matiz yo'q odamdan so'raydigan bo'lsangiz, u sizga 99% ehtimol bilan Matiz olma deydi. Nima qilasan Matiz deydi. Qo'y ol deydi, eshak ol deydi. Shu uchun demoqchi bo'lganim, bizni xalqimizda bu narsa juda jadallashib ketgan. O'zlarini kallasi bilan ishlashni o'rganish kerak. Mana 88 ta nima uchun rivojlanmayapti? Men o'shanga bu narsani aytyapman. Nima uchun ana odamlar oldinga qarab harakat qilmayapti? Sababi iymonimizsiz Xudoga ishonmaymiz, tavakkal qila olmaymiz, o'zimizning miyamiz bilan ishlamaymiz. Mana shu narsalarni qilishimiz kerak. Nimaga to'g'ri, niyatingiz to'g'ri, yaxshi ish qilyapsiz, qilavering bo'ldi. Nima kerak 88 ta odamdan uni so'rab? Endi mayli, 88 ta to'g'ri odamdan so'rashsin. Lekin qo'pol qaytgan neputyoviy odamlardan borib so'rashadi-da. U neputyoviy odam qanaqasiga sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi? U xohlamaydi, urib o'ldiring, xohlamaydi. U sizga, конечно, tam boshqacha prepodnести qiladi, boshqacha tushuntiradi, lekin aslida u xohlamayotgan bo'ladi bu narsani. Bu qonuniyat shunaqa. Bu qonuniyat shunaqa. Mana даже o'sha ikkita chaqaloqda ham mana o'g'lim bilan qizim, o'g'limni erkalasam qizim jahli chiqadi, qizimni erkalasam o'g'lim jahli chiqadi. Bu shunaqa qonuniyat bor. O'sha uchun men nimaga bu gaplarni hammasini aytyapsiz desangiz, mana shu narsalar bizda rivojlanganligi uchun ana qadam qilishga odamlar qo'rqyapti. Men umumiy qilib aytyapman. Umumiy qilib aytyapman. Hozir bizdagi yoshlarda men o'g'il bolalar haqida gapiryapman. Jahlim chiqadigani, men nechtasi bilan gaplashdim. Endi bu men o'zimni, balki yaqin qarindosh urug'larim men biladigan bolalardir. Lekin aksar hollarda eng katta orzusi bilan Koreyaga ketish bo'lib qolgan. Koreyaga borib nima ish qilasan desangiz, Koreyaga borib raznorobochi bo'lib $2000 pul oladi. %1,000,000% garantiya beraman. O'zbekistonda shu Koreyada borib eshakda ishlaydigan mehnatni O'zbekistonda qilsa undan kam pul topmaydi. Bular O'zbekistonda qilgisi kelmaydi. Bularning kibri baland. Bular o'sha yerda borib qilsa hech kim ko'rmasa, hech kim bilmasa. U yerda yovni biladi, menga o'xshagan yoki o'sha normalniy odam biladi u yerga borib qanday pul topishini. Ungacha katta ko'p aql kerak emas. O'sha uchun o'shanaqa mehnat qilish niyati bormi, qilsin o'zimizda. Aytyapman, men jahlim chiqadigan eng katta orzusi Koreyaga ketish, Amerikaga ketish. Eng yomoni o'sha narsaga o'rganib borib so'rab ko'ring. Ha, biron kun borib bir o'zingizlar test qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana shu 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoki o'sha 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarni so'roq qilib ko'ring. Eng kuchlilari Koreyaga ketaman. Bor, to'g'ri, tadbirkorlik yoki boshqa yo'nalishda qilayotganlari ham bor. Men 100% demayman. Juda kam qismi. 1%, 2%dir. Ularga bu gap tegishli emas. Lekin aksariyati mana shunaqa. Koreyaga ketaman, Amerikaga ketaman, u seni boy qilmaydi. O'rganib qolishdi mana shu narsaga. Mana shu narsaga o'rganib qolishdi. Yo'q, endi hayotda bir boshqa narsalar borligini ham bilish kerak. Har bir любой bitta sohani ushlasin, o'sha sohada zo'r bo'lsin. Hozir misol uchun hech narsasi yo'q, minusdan, noldan boshlagan odam nima qilish kerak degan desak, yoshlarni gapiradigan bo'lsak, deylik, umuman farqi yo'q. Nima o'zi ko'nglingizga, qalbingizga nima yaqin? Kimdir restoran ochishni xohlaydi, kimdir magazin, kiyim-kechak magazin, kimdir stроительный magazin, kimdir xozmak, kimdir klinika ochishni xohlaydi. Farqi yo'q nima bo'lishidan qat'iy nazar.
borsin, o'sha misol uchun deylik supermarket ochmoqchimi, borsin misol uchun deylik korzinkaga o'xshagan joyga eng oddiy ishchi bo'lib ishga kirsin. O'sha strukturani to'liq o'rgansin. O'sha joydan грузчик bo'lib borsin. Грузчикdan kassirga o'tsin, kassirdan menejerga o'tsin, menejerdan administratorga, administratordan yana bitta lavozimga ko'tarilsin, undan direktor bo'lsin. Misol uchun deylik oilada normalniy odamga uzog'i bilan man aytayotgan etaplardan o'tish uchun 5 yil vaqt mana shundoq yetadi. 5 yil darmaytlik ham qilib yuribdi-da. 5 yil vaqt yetadi. 5 yil ichida direktor darajasiga borgandan keyin bo'ldi, uje u odam bunaqa supermarketni ochishni biladi. U ham bu yerda pul ishlaydi, ham bu yerdan tajriba oladi, ham bu yerdan bilim oladi. O'zini qiladi keyin. Любой xuddi shunday. O'zini supermarketini qilsin. Klinika ochmoqchi bo'lganlar borsin bitta klinikaga oddiy medsestrami yo bilmayman kimdir bo'lib ishga kirsin-da, sekin-sekin ko'tarilsin. U kuchli bo'lsa o'sha joyda ko'tariladi albatta. U agar u yerda ham ko'tarilmasa, u не только klinika sholg'om ham qila olmaydi. Qilsin o'zini o'sha anav bolalarga men aytaman-da, sizlar bu yerda faqat oylik olmaysizlar, sizlar bu yerda dunyoning bilimini o'rganasizlar, tajriba olasizlar. Bu haqiqat shunaqa. Borsin o'sha nima ish qilayotgan o'sha kelajakda tam restoran ochaman deyotganlar borsin bir joyga ofitsiant bo'lib ishga kirsin. Ofitsiantlikdan zo'r bo'lsa ko'tarilsin. O'zini kuchi bilan, o'zini aqli bilan ko'tarilsin. Starshий ofitsiant bo'lsin, menejer bo'lsin, zavzal bo'lsin, administrator bo'lsin, direktor bo'lsin. O'sha darajagacha borgancha ertaga u restoran ochsam uni qanday o'sha boshqarishni biladi. Havoda yurganlar ana hozir pulim bo'lsa o'zim nima ish qilishni bilaman. Sholg'om hech narsa qilishni bilmaydi. Uni qo'liga berasan, u 2 oydan keyin yana minus $50,000 qo'liga pul berasan, 2 oydan keyin minus $50,000 pulda o'tirgan bo'ladi. Ya'ni $50,000 qarz bo'lgan bo'ladi u. Qayerdan qilib ko'rmagan-ku, uni qayerdan biladi uni? Undan ko'ra ishlasin. Mebel sohasimi, borsin bir mebel sohaga raznorobochi bo'lib ishga kirsin. Ko'tarilsin, ko'rsin, o'sha joyda o'rgansin. Bu eng выгодный, eng aqlli, eng to'g'ri tanlov. Mana shunaqa qilib o'rgansin biznesda. Agar shu biznesmen deb o'zini anav qilayotgan bo'lsa, biznesmen bo'lish mumkin emas degan gap tarafdor emasman. Yo'q, bo'lish mumkin. Lekin o'sha o'zini hayotda sinab ko'rish kerak. Hech kimni bilib bo'lmaydi yoki hech qaysi doktor qoningizda olib sizda bu biznesmen ekan yo bu biznesmen emas ekan degan narsa ayta olmaydi-da. O'zi u narsani hal qilish kerak bu odam. O'sha uchun mana shunaqa narsalar, mana shu narsalarni qilishsin. Shunaqa xarakter rivojlanadi, to'g'rimi? Ota-onasi ham ana bo'ldi, o'sha birovni gapi bilan yo'l tutishdi, birovni eshitishdi, unaqa narsani yo'q qilish kerak. Bu eng ahmoqlikning yuqori darajasi. Odamlar o'zini kallasi bilan ish tutishi kerak. Bir narsa qiyin kelyapti, qilib ko'r o'shani. O'sha sening maslahat so'ragan odam senga zo'r bo'lsa, yaxshi bo'lsa, yomon bo'lsa, baribir hech narsa qilmaydi. Baribir yordam bermaydi. Sen uni hammamiz bilamiz. O'sha uchun yana bir maslahat so'raganda kimlardan maslahat so'raydi? Siz bilmayman, qayerdagi bir odamdan topib olib maslahat so'raydi-da. Shu uchun ozgina o'zini kallasi bilan ish tutishni ham o'rganish kerak. Zo'r. E'tibor etdingiz shuni. Zo'r, menimcha bizda sog'liq qolmadi. Kechgacha gaplashib turamiz. Shunaqa? Vaqtimiz cheklangan 2 soatdan oshdi o'zi. Zavqindagi agar gapiradigan gapingiz bo'lsa, gapirshingiz bo'ladi. Bo'lmasa tugatsa ham bo'ladi. Gapiradigan gaplar. Oxirgi maslahat o'sha yosh ekaningizmi? Maslahat unaqa narsada odam boya aytganimizdek yaqinda bir hoji akamiz shu narsani o'zim bir yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan hoji akamiz shu narsani endi buni prinsip hammamiz bilamiz. Ya'ni eslatma sifatida aytadigan bo'lsak, inson bir narsani orzularimiz o'zgarishi kerak-da. Orzu o'zgarishi uchun ozgina biz bir uyimizdan, mahallamizdan, qishloq tuman shahrimizdan chetroqqa bir chiqib ko'rishimiz kerak-da. Orzu birinchi bo'lib orzu yaxshi bo'lishi kerak. Orzu bo'lishi kerak. Odamzodda orzu bo'lmasa harakat qilmaydi. Yaxshi orzu bo'lishi kerak. O'sha orzuni bir o'zidan bilimi, ilmi darajasi yuqori insonlar bilan maslahat qilib, misol uchun deylik siz restoran ochmoqchisiz. O'shani maslahat qildingiz, men sizga aytdim, misol uchun deylik Azamat oching restoran dedim. Orzu qilish kerak. O'sha orzu to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha orzuni orqasidan harakat qilaman, mehnat qilaman, terlashga tayyorman degan qaror qabul qilish kerak. Undan keyin Allohdan so'rash kerak. Undan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tavakkalchilik ham bor uning orqasida. Undan keyin o'sha Alloh so'ragandan keyin tavakkal qilish kerak. Natijasini Allohga topshirish kerak. O'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Orzu havas qilish kerak, uni qaror qabul qilish kerak, harakatini qilish kerak, Allohga tavakkal qilish kerak. O'shanda hammasi zo'r bo'ladi.
rezultatini biz bilmaymiz nima bo'lishini-da. Ana u chet elga chiqib man xohlardimki chet elga chiqib ishlab kelishni to'xtatish kerak, kamaytirish kerak. Kechagi holat qancha butun dunyoni yosh bolacha butun dunyoni nima deydi larzaga soldi-da u bo'lgan holat. Hammada ham shu holat shu ayolni o'rniga har bir inson bo'lib qolishi mumkin edi-da. Man, siz yoki o'sha bizni ko'rayotgan har bir odam shuni o'rnida bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz ana ozgina millatimizni, o'zimizni qadr-qiymatimizni ko'taradigan paytga kelganmiz. Hozir ko'tarishimiz kerak. Odamlarning orzu chetga borib mehnat qilib pul topib kelaman deyish narsa bo'lishi kerak emas. Ozgina miyani ishlatish kerak. O'shanda yaxshi bo'ladi hammasi. Zo'r maslahat bo'ldi. Rahmat Zavqon aka, sizga ham katta. Sizga ham rahmat kattakon. Navbatdagi boshqa podkastlarni olish nasib qilsin. Xudo xolisa aytganingiz kelsin. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat.